Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görgüçler. Yeni bir katımda Oçuk Söhbet programımızın görüşçülerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadrli görürmelerimiz, hemen ma'lum bo'lgandek biz yillardan buyon davom qilayotgan bu programımız milletimizga munosabatli xilma-xil temalarda shu sohaning mutaxassislarini, olimlarini taklif qilib, suhbat qilib kelyapmiz. Bugun shuning jumlasidan tunugun e'lonimizni bergandek huzuringizda o'tiribdik. Albatta hammalarga ma'lum 2 kundan keyin 5 iyul Ürümçi qirg'inchiligining 12 yil o'tib ketdi. Bir damning ichida hash-pash tugacha. Bu munosabat bilan albatta butun dunyoda xalqimiz o'zi yashayotgan shu davlatlarda xilma-xil faoliyatlar bilan, namoyishlar bilan Xitoy tajovuzchilarining vatanimizga elib borgan bu vahshiyona qirg'inchilikni la'natlash uchun yig'ilimiz. Albatta biz bu munosabat bilan ekrandan ham İstanbul'da o'tkazilgan cho'ng faoliyatga taklif qilamiz butun xalqimizni. Bugun biz shu qatliamning 12 yilligining harpisida 2 kun qolganda biz shu Ürümchidagi qatliamni bir paranglashish, buningki Uyg'ur xalqiga qanday ta'sir ko'rsatdi, dunyo jamoatchiligiga xalqaro qanday ta'sirlarni paydo qildi, Uyg'urlar nimani yo'qotdi, nimaga erishdi. Albatta har qanday bir narsaning mayli u qon yoshliq bir voqea bo'lsin, u xalqga bir tarafdan u xalqimizni nurg'un ziyon uchratgan bo'lsa, yana bir tarafdan qarag'an vaqtimizda nurg'un analizchilarniki, xalqaro mutaxassislarniki, Uyg'ur da'vosiniki, Sharq Turkiston da'vosiniki xalqaroda boshqacha bir yuksalishiga sabab bo'lganligimi hargiz inkor qilinmaydigan bir masala. Bugun ham biz shu qatliamning harpisida Ürümçi qatliamidan irqiy qirg'inchilikcha degan shaklda bu temani qo'ydik. Bugun butun dunyo Uyg'ur xalqining qanday shaklda irqiy qirg'inchilikqa mubtalo bo'layotganligini, inson tasavvur qiluvsiz darajada jinoyatlar Xitoy tomonidan elib berilayotgan bu jinoyatlarga ma'ruz qilayotganligini butun dunyo axborotlari nufuzliq axborotlarda deyotdi. Davlatlar orqa-orqadan irqiy qirg'inchilik masalasini e'tirof qilyotdi. Shundoq bir zil ahvolda turyapmiz hamda. Biz bu munosabat bilan biz 3 mehmon bilan huzuringizda o'tiribdik. Oldi bilan men mehmonlarni bir tanishtirib o'tay, uning keyindan programmamizga kirib ketamiz. Studiyoda 2 aziz mehmonim bor. Atigami birisi suhbat qildi, hurmatli Doktor Hoji Qutlug' Qodiriy, Yaponiya Kagoshima xalqaro universiteti o'qituvchisi. Shundoqla Chanaqala 18 Mart universitetida takliflik o'qituvchi bo'lib xizmat qilayotgan Hoji Qutlug' Qodiriyni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashlab qilganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Sizga ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Shundoqla studiyomda yanimda Ürümçi qatliamining shohidi hurmatli Ahmad Busqaxon afandim bor. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun bugun shu Ürümchida ko'rgan shu mazgilda ayni vaqtda bevosita beshiga kelganlarni, nimalarning yuz berganligini bizga so'zlab bermoqchi. Ko'pdan-ko'p rahmat qatnashganingiz uchun. Shundoqla Anqaradan ziyoratimizga, programmamizga qatnashayotgan hurmatli doktor Erkin Ahmad afandim Anqaradan qatnashyapti. Anqara Universiteti Til va Tarix Jo'g'rofiya fakulteti o'qituvchisi o'zining qimmatli vaqtini sarf qilib qatnashganligi uchun programmamizga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz oldindan. Men rahmat aytaman. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz. Shundoqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmaga aloqador fikr, taklif, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda olsa programma kirgisi oldi bilan men aytganki programda hurmatli doktor Qutlug' Qodiriy bilan o'tkazgan programda kitob masalasida o'tkazdik. Bu kitobni kashdagi programmamizda tafsiliy to'xtalamiz degan fikrda. 5 iyul Sharq Turkiston irqiy qirg'inchiligida yo'qolib ketgan shu boshpanahsiz sadolar degan temada yozilgan bu kitobni Qutlug' Qodiriy bilan doktor Seiji Nishiharaniki. Bu kitob haqida Yaponiyada qanday ta'sir ko'rsatganligi bu kitobningki turkcha nashr qilindi, inglizcha va turk shaklda. Buni biz bugungi programmamizda kashf paranglashimizga bu vaqtda to'xtalamiz. Shundoqla bu 5 iyul qatlami haqida qalam tavratgan yana bir ustozimiz
Doktor Erkin Ahmet bu kitapni hem Türkçe hem bunu Uygurçası mı çıkarttı bir atigende ben epkilemen dep öydün aldırışıqtı çıkıp Uygurçası var bununki. Şu 5 iyul Ürümçi katliamı ve Şarkı Türkistan degan şekilde qaysi kitapxonlardan var. Bu kitap var. Şu iki kitapni yazgan ustalarımızı taklif qildik. Shundaqla şahidimiz var. Bu kitaplar haqida Şarkı Türkistan'daki şu irqiy qirg'inchilikdan oldi keyinda bo'lgan voqealar haqida paranglashimiz. Oldi bilan shahidimizning gapi anglashdan burun shu vaqtdagi 5-iyulga qaytib borsak deyman. 2,5 minutlik bir qisqa bir albatta bu shu vaqtida xalqaro axborotlarda ko'p chiqqan bir video, qisqa bir videoni ko'rib o'taylik. U videoda hurmatli Ahmadjon baba muxbirlarga shu vaqtdagi voqealiklarni muxbirlarniki mikrofoniga gap qilgan ekan. Anlap o'tib uning keyinda shuning ustiga programmamizni davomlashtiramiz. Marhamat. They took my son away, she shouts. Another screams that her husband has disappeared. Some 200 Uyghur women protested this morning after a sweep through the city in which the police arrested Uyghur men, presumably those they believe took part in riots and attacks against Han Chinese on Sunday. The government says it has detained more than 1,400 people. The women fear what will happen to their relatives. Our situation is too tragic. It will be even better to shoot us and kill us than to live like this. The people that protested the other day on the riots, men and women, we heard they were killed and died in a very, very tragic way. After a while, they were made to disperse. Then more protests started, as Uyghurs complained that now the women had been arrested too. They took them all away and took them inside. They took all the women and they have not released them yet. There are also children, 7 and 8 years old, all inside. China has no law. The law only protects some people. The police seemed to waver at times, but officials were clear about how they would treat rioters. Today, Han Chinese picked up sticks and other weapons to take revenge. Victory belongs to the Han, he shouts. They went on to smash up Uyghur-owned property and hunt down Uyghurs. It's not known how many were injured or whether any were killed when the two groups confronted each other down alleyways and side streets away from the cameras. The Han shouting, "They attacked us, now it's our turn to attack them." Surface for years as the government encourages more Han migration. The central authorities say that the violence is a conspiracy of foreign forces, led by the Uyghur leader in exile, Rabia Kadir. By late afternoon, a curfew had been imposed in Urumqi. "Go home," the police shouted. "If you stay in the street, you're responsible for whatever happens." Uyghurs rarely confront the state, but now it seems that many have lost their fear. Violence between Han and Uyghurs threatens the myth of China's harmonious society as the Communist Party struggles to reassert control. Qadrli ko'rganlarimiz, qisqa bir filmni ko'rib o'tdik. Haqiqatan har qanday bir kishi badallari tikan bo'lmay qolmaydi. Bizni shu minutlarga 12 yildan oldingi minutlarga apadi. Şu yerdeki barlıq analarımız, singillarimizniki qaysi hissiyatda qandaq bir hissiyat turayotganligini hamimiz ko'rib turibmiz. Nurg'unlarninki shu maydonda bo'lgan hozir shu ekranda ko'rgan nurg'un qiz ayollarninki izdirki bo'lmasligi mumkin. Bo'lgan hayotdimi, emasmi, nima kunlarni ko'ryapti biz hech qaysini bilmaymiz Xitoy tajovuzchilarining vahshiyligi sababidan. Bo'lgan biz shu naq maydondan Allohning rahmati bilan qutulib chiqqan abayımı ko'rdinglar ekranda shu yerda muxbirlarga gap qilgan qarindoshimiz Ahmadjon studiomizda va shu kunlardagi ahvollarni sizdan biroz anglagan bo'lsak, qanday bo'lib, nimalar bo'ldi? Siz qanday bo'lib u yerda qatnashib qoldingiz bu ishlarga?
5 iyul Ürümçi'nde ben 2000 yılı Ürümçi'ye kayıp gelgen. Üzerime karmaydın hem de. Hoş. 2000 yılı Ürümçi'ye kayıp gelip Ürümçi'de yakı ticaret çıkıldı ben. 2007 yılı şu Abdülaziz'de sal bir dükkan alıp şu dükkanda kiyim kiyecek işlerini kıldık. Nakş 2009 7. yılın 5. yılı şu yıl boğa vaka günü ettikende ailelerim PIFA'ya verip o Poyistan'dan PIFA'sı şehir kiyim kiyeceklerini gelip kayıp gelip 12 etraf boğa vaxtıda bir kıyınışımız bana telefon kılıp kaldı. İşte Gondun vakası işte Gonçan'da balalarını yıkıp diken, okuğucu balı verip diken. Aşağıda bir işli oğuk akşaydı deyip. Degenlikle şunu tutturanımızdan berip bakaydı, maşın neydi başı Xalq meydanı deyimiz hem de yani. Şöyle badım. Xalq meydanı basam, Xalq meydanı kütüldü korallık korşap boptu yani. O korşap boptu 13-40 ötken vaxtıda korşap boptu. Lekin balla iş qanda qoldu bir narsa yok. Balla şey tuğan balla hem de. Helik ballarını aldığı sirkimiz devadı da işte oldu dep davası tokmaklardan koldu kart tokmaklardan urup o ballarını aydadı. Maşinamda ayak koyup koymadım şuna bir yarım saat etraf durdum. Sonra kayıp gittim ben dükkana. Dükkan kayıp gidip dükkanda otladım birden. Oturup birden kitap görüp otlasam aradan bir 2 saat ötep kettim ki param uçurum bir avazla çıkıp kaldı. O bu ne boğandı dep talağa çıktım. Talağa çıksam Abdülaziz'de de dükkan. Talağa çıkışımga şey Rabia'da sana pestim balla yolun çıkıcıda da hiç kandak nesi yok. Ya kolda bir nesi yok ulanın ki işim yok. Şu balla Gonduk vaxtda tijlik aleti sorup kelayotgan balla da o. Okuğucu balla. Okuğuchi balla hemmisi ya başka adam yok. Faqat okuğuchi balla. Yaş okuğuchi balla men işin yandaşım olsun ya başka daşmenon ballar olsun. O yaş ballan hemmisi kolda işkan tunuq hem tümi var da oturup bir tümi var. Hoş. Yolun oturup tümi var. Men yaxtı maşını 61'den aptızı men yaxtı keledi. Men aptızı men yaxtı mağada da. Hem o balla chet yolda kelayotgan balla. Hiç qandanym yok kelayotgan balla da. Ahmet'in kışık kelgen vaxtıda ixlas dep bir nim var bu yerda. Mayaqni tırjang watı şu arlıqni tırjanglan mayaqdan keldi. Mayaqdan erbiyle jurep keldi. Kelip da şu balını aldın tosti. Bu balla şu teşlikler geqivatgan balıtı. Birde aldığı çıkışıga şunlan ististekliqi çıqılgan oqı çıqı başladı bula. Nah menen oqı çıqı başladı. O balda çıqanlıqı bir nim yok hem dedi. Ya bir kolda bir narsa yoktu balla var. Şu an bizim жүгіріп бардық алдыға не болғаны бойынша не ішіп кетті бұл деп жүгіріп беріп қышып алсақ ашайдылар анекин алдық жүгіріп шыққанлыға бұл тапаншылық оққа шыққан нақ майданда қораллық ит шығып ашылды да бұл. Нұрғын бала аялларын атты көз алдымыз итіп әтті бұланы че. Атқаннан кейін біздің ой қарап тұрса қоймайды әмін көріп өз көзімізді көрдік әмін. Аядамдылық яйымшыл бала батты оларның арысын төкеп. Şu naq meydandaki şu itip etken hemşerilerini, ballarını ağrıға bastık hem de. Ya bu balda başka hiç qandaylık gap yok. Ya faqatla Gondun vaqasidagi şu gapni devatdı biz aqlab be. Devatgan gap şu. Adil bunu so'rgan buni. Faqat so'rgan gap şu. Lekin ular bizga o gapni qilmaydi. Naq meydanda atdı ularni. Naql itib etdi şu atqandan keyin şu ballarni elibla. Hem biz o yerda başka iş qılamaydı ekanmiz endi. Qilgan işimiz nima o deganda, şu arabaga bisip atqan o'q atqan ballarni arabaga bisipla doktorxonaga olib bordik. Lekin hech kim doktorxona olmadi. O chiqim dedi yerda. Biz Uyg'urlarni olmaymiz dedi. Biz Uyg'urlarni olmaymiz dedi. Ig'ir oyoq bir hemşirimiz atqan o'q, mishak tekkan o'q, ig'ir oyoqliq ayol. Ma balni qo'sqidim 50 bama küçük bu vakfa desek ammadı ayalına. O ayalına ammadı. Aşınçılık içini içlikte o yedik külle. Yani ağırlıkta Ahmet'in akıda bir şahsi bir doktor balıvattı. Ma küçük balını kuskup kalayla ma ayal nefkesim benim ma küçük balını kuskup kalayla ma ok tigip durmaya ge. Mani bir ne kılsın ben akam titrep durdu ilak balını alamayım ben dedi. Sen doktor olan kim amma mısın mani onda kıma. Aşınçılık korktu etken de ilak balını.
Şu naq meydanda bizim o işlavlap ketdi, közümüzde hamma shuni o'z ko'zimizda ko'rdik. O ayol amagandaki şundan ayliq buradan qishiq ichirib, sen mani qanday qilsak men o'qin al deb yalvarib, ham qo'llarim qonlab ketdi demeydi. Qonlab ketgandan keyin ayaqdan bir burader keldi, men qanday juvaslar burader. O vaqtda bir qishashon tutgan narsa bo'lmagandan keyin aqidi men aqmishni aqidi. Men qanday juvaslar, qanday juvatmisangiz men qanday aytguncha sizga men Xo'sh. ne qilqanmisan dedi. Hadep qaytib chiqdim. Qaytib chiqib qilishimga Abduzasa kirdim. Ayolim sen chiqma dedi. Men chiqmasam qanday qilma. Xo'sh. Bizim bir musulmon emas, bizim chiqayli deb chiqishimizga bizga chiqadigan fursat bermadi. Abayqa ko'rinishdiki siz muxbirlarga gap qilayotgan kun qancha kun? O 8-kuni o. 7-ayning 8-i. 7-ayning 8-kuni. 7-ayning 8-i. O 7-ayning 8-kuni o. Otbegiz maydoni o'tdi. O shu Saymachan deb qo'yamiz u yana. O Saymachanda bir uyam bor emasmi? Ballarım şu yerda dinda o'qiyotgan, ballarım şu yerda shuni o'qiyotgan. O Saymachan bo'ldi u. Ama o 5-sinfdan naq mendan Abduzdan oldirib bo'lgan ishlarda, men. Abdusotari. Abduzdan oldirib bo'lgan ishlar. Lekin biz chiqamidi, biz hech bir yagim mang'izimidi yo u yoqim mang'izimidi 8dan 10 o'tgan jarayonda bak u yerda o'qni ovozi chiqib turdi u yerda. Shunaqa hech kim ko'rib istutak ashulaqa is chiqadigan bir bombalar bor bularniki. Hech kimni ko'rgan olmaydi. Istutak ballan shu ityapti, o istutak ityapti, lekin bizni bag'izmaydi. Xo'sh. Şu o cehennem mağandaki 8'in 15 ötkende maşinamını şu Abduz'un aldı çıkaramadım. Piyade mağandak biz. Mağab şu piyade ketip içkin doktorxana aldı ötkendeyken arkada bir yol vardı. Şu yolda Abduz'umu toktap gitti o günü. Şu kayıt akımızın kinip kilbasak mışaktın aşı şihab nima Hicazet meşi taraftan yaş vallahi o balını Hicazet tarafta 8'in 15 ötken etrafta şu bütün tijlik bilan kelyotgandik vallahi. Hech qanday qo'lni bir ish yo'q bo'ldi. Ammo oldimizda bütün birdamlik gap bo'ldi. Nereden keldi? Barbiylik gap bo'ldi, qurollik keldi. Ayliq bola naq maydonda yetishib boshildi. Naq maydon otdi bu ya qani qay bir yerda bugun qanday bir Xitoyga bir pay o'qatmaydan ishkirdim, vaqada qo'zg'ildi to'g'ri. Ishkirdim, qo'zg'ildi, ajab bir pay o'qatmaydi. Nima uchun biz Uyg'urlargamish bu ya qo'rqitib qilsin mayli, naq maydonda ityapti yashadi. Naq maydon otdi. Shu angi balla qanday qildi? Mana qo'lda nima bos shu tosh. Ma akimiz qanday buni o'zimchilikka mi ko'rdi? Bunda senjo deb qo'yamiz. Bunda yo'lning yoqdagi piyod ma'noligimda bunda senjo tashqu bunda 3 proyekt tash-ku bu. Bunda tashqu Aşda şehirlik koyduğun taş. Şu taşını atkandan keyin o valla başqacha bo'lgandan keyin ayollar shuni qo'li bilan pichoq bilan ilib berdi, o'ttirdan kesib, shu otdi. Valla faqat taş ular qurolliq etyapti, valla tash etyapti shu. Mana bo'layotgan ishlar. Ammo nurg'un birodarlarni shu naq maydonda etyapti. Lekin biz baramida qoldik. Çünkü bazaq bizim şehit bo'lamiz, balkim Alloh qabul etsa şehit bo'lamiz, balkim bizim ketimiz u yerda. Şu boğan vakalık şu oldu. Şu onun da bu istutek bek kögün olmaydı tüm istutekle aşı yaşaktır şimdi miskende o közümüz yaşlı yıkıp durdu. O yerden mandık man öy kettim. Öy ketip ayet etken tüt boğansa namaz okapla. Özüm yalnız barmazsam ayalım onu ben bilen bella barmaz barsan dep. Kokap hem de bir şıkır koymuş dep. Ayet tüt boğansa da piyade mandım. 5. körükten yapacak. 1,5 kilometre, 2 kilometre kelip qilishi mümkün. Piyade malsam, hem keçiş bizim çıqazımda talağı öğütkilerden sırf çıkmadı. 4 yerimde basam, aşı Abduz nimlik Rabia'da sana aldırıkke yolunu, qip qızıl qanı. Aşı nim bilen, laqi 3-3'lük maşinisi var o. Şununla öyle qanını juvatıdı. Kimnin qalları aşı? Aşı bizden qeyrindaşlığımdan qalları aşı. Başqadan qalları emas o. Ama aşkallan juvatıdan da. Şu maşının qışığı basam,
Bağızımı dedim ona maşına kışığa. Bu kimnin maşinası dedim. Benim maşinam dedim. Kinişkem çıkar dedi. Kinişkem çıkasım. Sen bağımdan ayım. Bağımın dükkan mal benim dükkanım tutsa. Desem şoförcanı çıkar dedi. Şoförcanı verdim verip sen karmaylık mı dedi. Hemen karmaylık dedim. Sen bağımdan bağ. Dükkanım mağı desem. Nüş akşam maşını eket gidek yer bomsa hem yani size korşap bolsаңlar. Qanday ketdim maşinada dedim. Ketip şu saymaçan kettim. 6. slat degende singlim batı. O singlimni elip 6. slat kechda qarmayga ketdim. Singlim apirdi, o'g'limni singlimni. Dinda dars qilayotgan emasmi? Qarmayga apirib etdim. 6. slat yerim kechda yana qaytib keldim. Yo'llarda butunlay quraliq tashkil edim meni. 7. slat bo'lgan vaqtida saymaçan 6. slat kechda. 7. slat degende chiqaysam chiqqan qo'ymaydi. Chiqmaqlar birga. Nima chiqmaymiz? Xitoylar butunlay bostirib keldi. Xitoylar butunlay bostirib keldi, chiqmanglar dedi. O men nima chiqmayman, uyga ketmay qaramay qolsam, chiqsam degan o'lsa bizning karimiz yo'q, eng yaxshi chiqmanglar dedi. Uyning taloq qarsak, haqiqatan ele Xitoyni bostirib keldi. Ammo Qurach kiyingan askarlar. Ammo men bu yerda depre qanda, masalan, uchimiz bir yetib kelib, uchimiz kiysak bo'pti. 500 adam o'xshash kiyib, o'xshash oyoq kiyib keladi, o'xshash to'qmoq kiyib, men bir aql egisimi yo'q. Xitoy taqib bergan narsalar o. Bütün her o'zining askarlari kelgan. Kiyimini saldirib o'tiblar. Bütün askarlar o'zining askarlari keldi. O'zining askarlari o'zining iliq to'qmoqlarini ekib, shu kirib uyga urib ketdi. Bütün endi moy Saymaçan'daki Uyg'urlar jiqroq yerda, men asosiy Xitoy yo'q u yerda. 70 yaş kirgan bir boboy jugrab kirdi uyga. Haliq boboy 70 yaş kirgan boboy. Taloq chiqib shunasi urib berib boboyni urib. Haliq boboyni ko'rsam, badanini ochsam, ko'kirti tutib urib. 70 yaş kirgan boboyni. Ukam qaramay, iyak chiqib qo'yishim Xitoyda bostirib ishlab qilyapti. Taloq chiqamaymiz, 7-sida chiqamidik. 8-sida deganda chiqqan vaqtimizda uyning oyiga kech chiqamidik, hech joyga chiqamidik. 8-sida deganda chiqsaq kiyimler oyak dövülüş kaptı, xuddi bir adam kim dövlep koyğanda dövlep koyaptı. Ya bu kimden kiyimleri desek, şu bütün o keşleri uyuk kırıp, basırıp, vurup, yalang'aç qilib, kiyimleri chiqib yalang'aç qilib, uyda yalang'aç qilib, talağı chiqib yalang'aç qilib, saldırgan videolar bayağı kusar bilen, Yivika maşının o'ttirib o'tag'izib, ballarni bir-birsini quchoqlab o'tag'izib, ballarni ap mangan ki. 7-sida bütün Uyg'urlarni tutib ap manga vaqt ekan bu. Onun videolarını bas sizga şu chiqiblam ishdan bilan şu kusarlarla qoldi. Ishdan bilan ustidagi maykasini selib şu ajoyib bir kishi bog'lab epmanganlik haqida videolar. Şu onun hem köygünümüz şu hem de bizdeki. Hem köygünümüzün sözleydiğimiz hem de bu yerda. Onu bo'lgandan keyin şu 7-sida chiqamidik bir yerga. Haqiqatan kiyimlarni ko'rib ko'zimiz yashaqqdi. Hamma o'tadi o'sha yig'lab, ayollar yig'ladi. 8-sida etganda bu vaqtda ayollar chidimidi. Bu abay ekranda ko'rgan ayollar şu erlerimiz, o'g'illarimiz, ballarimiz qani deb namoyish. 8-sida namoyish etganlar chiqiblar 8:30 bu vaqtda bir qo'zg'aldi ayollar. Şu bizim şu bana chiqdik. Biz chiqsak etib chiqish mumkin bizni. O qo'rshab bo'ldi. Meyada Tibabat doktorxonasining qishida chiqadigan bir yo'l bor. U yo'l Mayaqdan Dentay tarafdan keladigan yo'l, Mao nim tarafdan keladigan cho'ng bekatdan Sandong bo'yidan keladigan yo'l 3 yo'l bor-da. 3 yo'lni butunlay har biri qo'rshab bo'ldi. Biz chiqamaymiz ichga. Xo'sh. Shu ayollar chiqqandan keyin bizim şu ayollardan birga chiqiblar. O endi muxbirlarga ular bir narsa qilmaydi ekan, shu muxbirlar keldi. Shu muxbirlarga shu so'zlidik shu yerda. Vaqalan ayollar şu bizning ayollarimiz hech qanday chiqarlashmagan. Tönügün Qashqardan kelgan, ya Ülüşkin Xotandan kelgan, ya Mayadan kelgan. Nima uchun aytisizlar? Er kishi bo'lsalar, sen o bu demaydi er kishi bo'lsalar memleket. Yo'q. Hech qanday shu ayollar ham qeri qolgan bir 70 aşkan Uygur çoğunluğu akıllarımız, nazarımız kapkalsa bulurken yaş balla kalmadı. Hoş. 3-4 yıl o kapkaldı kağın hemmini. Maşını bir sıfırla hep mandı. Hakikaten söyleyip kesek. Gepimiz birdamdaki yani sizge şu video muhbirliğinin belgendeki tutulganlıkınızın dediniz filan mı? Onu kiyim paranlı şeyle biraz bir ayınıp girip bu ekrandan barlık şu 5. yol katliamı ve ta hazırlık gelişe vatanımız için şundaq nahaq
belki her qandaq sebep bilen Xitay tecavüzçüler tarafından öldürülen barlık şu aziz şehitlerimizin ruhu için dua kılımız. Allah onların yatkan yerine cennette kılsın deyimiz. Hürmetlik Doktor Qutluk amca sizden müşahede biraz bu neslerin anıldık mesela şahit Ahmetcan'ın sözünü anıldık. 5. elbette biz her yıl şu katliam harpsida xilma-xil söhbetlerini qılıbatımız. Bugün başka siyasi teşkilat bu ulanın köz karşı bu işe elip bağmayı başka akademik şekilde bunu bir paranlaşıp oturaylıp geldik hamdi. Bu 5. yıl Ürümçi katliamı Uygurlarga nimeni öğretti diye noktan siz ne qaraysiz? 5. yıl vakasıdan keyin men aldı bilen 5. yıl vakasıda 40-yılda şehit kılmagan şehitlerimizge Cenab-ı Allah'ın makanının cennet buluşunu ve şu katliamdan keyin izdireksiz kolga ilinip ketken türmelerdeki barlıq mahbuzlarımızga Cenab-ı Allah'ın nörlük ve azatlık tileymen. 5. yıl vakası yani 5. yıl irki kırgınçılığı Uygur halkıga Xitayninki aslidin tatip aşkarlap kelemevatkan, yoşurun şekilde ilip berivatkan irki kırgınçılık siyasetini aşkarladı desek buludu. Çünkü kolada bir keseknin partisi yok, tömürün partisi yok olmagan adalet talep kılıp tinçlik bilen namayış kılgan yaşlarını bana sebepsiz korallık bastırış, bulanı öldürüş, bulanı yani bulanınki adalet sadaları kulak salmaslık, bulanın hak taleplerini soramaslık. Yani Xitayninki 49. yıldan beri ilip berivatkan yoşurun bastırış siyasetlerinin uçuk aşkara ifadesi de qarashqı buludu. Şunundan keyin yani Uygur halkı Xitayninki bu irqi qirg'inchilikdan keyin Xitayning rezil siyasetininki endi tarixdan beri yoşurun şekilde ilip berilgan bolsa endi Xitay yoşurun siyasetini uçuk aşkara icra qilishga başlaganligidan yani hazırgıça davamlaşıp kelavatkan 2021-yılgacha davamlaşıp kelavatkan soy qirimininki yani irqi qirg'inchilikninki resmi şekilde mesela 97 yılı ilide 5 fevral vakasida bir ilip badı. O vaqtida naiti mahbi turda ilip beripla bastırış ilip berip ulanım qorallık bastırdı. O vaqtda yani bütün Şarq Türkistan halkı bundan umumyüzlü xabar tapanmagan. Xoş. Endi 2009 yılı kelgende 5. yıl irqi qirg'inchiligida bütün şimaldan janubdan kelgan yoshlarni umumyüzlü qorallık şekilde bastırış arqali özünün qabih siyasetini aşkarladı. Ve bu siyasetinin tedrici halda davamlaşışı hazırlık kadar devam qilib kelyapti. Yani o vaqtda 2009 yılda 5. yıl ilk qirg'inchilik vaqtida ko'plagan chet ellik o'qituvchilar, mutaxassislar, muxbirlar Şarq Türkistan'da yani Ürümçide bo'lganligi uchun bularninki xabarlari orqali taraldı. O vaqtda bir necha kun internet orqali dunyoga taralgan bo'lsa-mu, keyingi vaqtda Xitoy hukumatı bu xil shakldagi irqi qirg'inchiliklarni u yerdagi chet elliklarni chiqarib etish, u yerdagi chet elliklarning kirishini cheklash ve Şarq Türkistan tuproqlaridagi Uyg'urlarning chet el bilan bo'lgan aloqalarini uzib o'tib, yani sükut içindeki bir makonga aylandırıp timtaz şekilde Uygurlarni bastırış yani irqi qirg'inchilik ilip berishni başladı. Yani 2009 yıldaki yani irqi qirg'inchilik Xitayning ochiq aşkara Uygurlar üstüne ilip berilayotgan irqi qirg'inchilikning boshlanishi desek bo'ladi. Mesela 97 yılı ilide ilip bağdı, 90 yılı barın ilip bağdı. Bulanın ait yoşun şekilde ilip bağlılık için halkımız bundan habersiz kaldı. Dünyamı habersiz kaldı. Mesela barın inkılabı deyimiz, 5. fevral ili vakası deyimiz bunu anıltışta köplegen delil ispatla kemlik bağlılık için bunun halkaralık cemiyetki aşkarlanışı keçkip kaldı. Ama 2009 yıldaki Xitayninki bu bastırışı, irqi qirg'inchiligi, katliamı chet ellik muxbirlar ve şu vaqtdagi her qaysi oliy maktab o'quvchilarining internet orqali chet el bilan bo'lgan bog'lanishning kuchligidan xalqaro jamiyatga tezlik yetib keldi. Shu ustidan Uyg'ur xalqi va dunyo Xitoyninki irqi qirg'inchilik siyosatining Sharq Turkistonda dahshatli turda boshlanganligining bishoratini to'nib yetdi deb qarayman. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Hakikaten deganinizdek yani abayma şikayet filmde köydük. Normal Xitayninki
davamlı Uygurlar hi dep yiyip durduğun ayal Xitaylarning qo'lda mehliq uzun tümürlerini söylep ketayotganligini. Yani hiçbir şekilde bunda bir iş bula dep oylab nurg'un xalqimiz o'ylamaydi shu kamgacha hamda. Birga ishlash, shuningdan keyingi Urumchi qatlamidan keyingi yillarcha shu kommunistlar mesela Urumchidek eng erkin yer deb qaralgan yerdimi ishlayotgan shu idora jamiyatlarda ishlaydigan Uyg'urlarimiz bilan Xitoylarning o'rtasida şu katliam yüz bergandan keyin necha yillar o'tkichimi hech bir shaklda yaqinlik bir chiroy ochadigan ahvol bo'lib boqmadi deydi. Chunki tunib yetdi-da bu Xitoyning azaldan bizga qandoq bir o'chmanlik bilan bizning oldimizda kunda voy deb millatlar ittifoqligi deb bizga hijib turgan bilan bu Xitoylar asli maqsadi bo'lgan deb Xitoyni yaxshi gumon qildiganlarmi Xitoyning abdi bashirsin tunib yetdi-da bu shu katliam sababidan bu begunoh nurg'unlagan o'ldirilgan xalqimizningki bu vahşi katliamdan keyin hakikaten onundan keyin biz mayli suhbat jarayonida ekranga chiqqan chiqmagan nurg'un ziyolilar onun bilan paranlash jarayonida vatandan keyin chiqqanlar masalan shu Turkiyaga nurg'un xalqimiz chiqdi. Qaysi darajada o'zgarishib ketganligini mumkin emas Xitoy bundan keyin Uyg'ur xalqi bilan Xitoyning o'rtasidagi normal munosabatni, insoniy munosabatni Urumchi qatlamidan burunqi holatga hargiz akilanmaydi bundan keyin. Çünkü aşı derecede yiroqlashib ketdi. Bir-birisiga bo'lgan ikki millat o'rtasidagi o'chmanlik uch har şey har sohada ifodalanadigan bo'lib ketdi deb shuni deb keldi. Afsuski bugun hamda bu qatliam jazo lager masalasi chiqqandan keyin Xitoy aşı derecede vahshiylikni qilib bo'libmi degan hamda urug' tuqqan bizga bir urug' tuqqan deb o'ylarimizgacha so'layotdi bu necha Xitoylarini bu ahvolda yashayapmiz. Allah bugün tezrak ahırlaştırışqa nasip olsun. Hürmetlik Erkin, Doktor Erkin. Hem de şu sizmi şu haqda qalam tavratgan bir kishi sizmi hem Türkiye'deki yerlik qayrnashrimizga bu kitobni Türkçesine hem chiqardingiz keyin Uyg'urchasimi nashr qilinib chiqqan bo'ldi bu kitobni Urumchi qatlami haqida. Sizden bir anlasak hamda elbette bu bir programda şu kitap hakkında hemmesi paranlaş bulanmayız. Siz şu Urumchi qatlamining maydonga kelish sababları nimalar deb qaraysiz hamda? Şu ahvolga olib kelgan sabablar nima deb qaraysiz siz? Kitobingizni albatta tilga oldingiz. Shuni bir sizdan eg'izaki shaklda qisqa bir shaklda anlasak. Ko'p rahmat. Hamda bu Urumchi katliamidagi o ko'rinishlarni ko'rib hem Ahmetcan bu yerdeki şahitning anlatganliklarini anlab hakikaten yani bu musibetlik gününe yani bir qatim hatırlagan bo'ldim. Bu 5. iyul günü hamda biz uchun musibetlik echinishlik bir gündem. O günlerde Türkiye'deki dünyanın gün tertibinde 3 mesele vardı. Biri Obama'nınki Rusya Federasyası gelip verilgan ziyareti vardı. İkincisi Şarkı Türkistan'da Ürümçi'de olan bu katliam dünyanın gün tertibindeydi. Üçüncü bir dünyanın gün tertibindeki mesele o dağınlık nakşçı Michael Jackson vefat boğan gündü. Yani bu aslında Şarkı Türkistan'da uzun yıllardan boyan bu zulüm, katliam devam kılıvatıda ama türlük sebeplerden tüpeyle bunu nurgun neslerini sebeplerini anlatış mümkün ama nurgun sebeplerden tüpeyle bu dünyaya aşkarlanmagan ama 5. iyul günü bütün dünyaya bu aşkarlangan oldu. Türkiye'ninki bütün çoğun televizyon, gezit, jurnallarda bir haftagacha şu Türkiye'deki birinci gün tertipteki meselesi olup gün tertip geldi. Bu bizne suyundurduğun Xitayning haqiqiy yüzünü dünyaya aşkarlagan bir vaka bo'ldi. Bunun sebepleri nima degan vaqtimizda hamda biz Sharq Turkistonda yashaganlar buni yaxshi bilamiz bunu. Ama meningki ko'z qarashim Xitoy mesela 2000 yıllarının başlarından tartıp bu şu Şinjan sınıfı dep Xitayning ichkiri rayonlarına tuluk otur mektep okuvchilarini apırıp okutuşga başladı.
Bunu bizden Türkistan'daki ben mi yüzem İşkir'de okugan, İşkir'de üniversitesine İşkir'de okudum ben Beycan'da. O vaxtlarda biz okugan vaxtıda aynı Tibetlik yaş ballarını ekilip, küçük ballarını ekilip, hatta arpilen biletlerini devlet verip, yatakla, tamakla, bekağa, aynı Tibetlerini okuturken biz heyran kalkan. Bu Tibetler nim degen yaxşı qaraydigan bu Xitoy deb keyin bunda o'ylasak, o maqsad ularni yaxshi o'qitib, oliy darajada ta'lim tarbiya ilib berish emas, ularning mingisini juyib, Komünist Partisiga sodiq bir nesil, bir assimilasiya qilish siyosatining bir partisi ekanligini biz şu vaqtlarda to'lib yetgan. 2000 yılının başlarında Şinjan sınıfı deb ichkiri rayonlarga o'quvchilarni apirib o'qitishga başladı. Bu ijtimoiy taratqularda, torlarda ko'p yezildi. U vaqtlarda biraz erkindi, Ürümçidagi bütün gezit jurnallarni tor orqali biz ko'ratdik chet elda turib. Bu yerdan da ba'zi kishilar buni dediki, bu Xitoy bu orqali biz shu iqtisodiy jihatdan mana yengilishimiz, bolalarimizni davlat o'qitib beradi. Yaxshi maktablarda, universitetga o'talaydi. Bunda bo'lgan vaqtida biz uchun foydali deb ko'p ota-onalar buni manda qaradi. Ammo bugun 20 yil o'tgandan keyin bugun qaraydigan bo'lsak, Xitoyninki bu planimi Xitoy Uyg'urlarni o'qitib yaxshi yetishtirish emas, assimilasiya qilish siyosatining bir parchasi. Buni men yakında Muşi yılının 5'de bir kitap ilan kılındı. Xitoydagi ayrılmazlık gelişimi, Şinjan sınıfları ve Uygur kimliği de bu bir Uygurşunas, Amerika'daki bir Uygurşunas, Indiana ştatındaki Rose Halman Teknoloji Enstitüsü'nün doçenti bu kitabını yazdı. Bu kitapta şunu, bu yerde okup gelgen Şinjan sınıfındaki okuyucular bilen çık sohbet edip veripti bu Amerikalı. Ular Xitoy bularni ming assimilasiya qilimi degan taqdirdimi? Ko'pi bu janubdan borgan o'quvchilar ekan bularninki. Bularning Qurbonit, Ro'zet, Noro'z bayramlarini tabrikligiga qo'ymaydi ekan. Ay 24 soat kuzatildi ekan bular. Erkin bir yerga chiqib bozorlarni aylanib kirenmeydi ekan. 24 saat turmadık. Hazırki lagerinin bir şekli aslında o. Ama biz yaxşı o'qitib deb o'ylagan bo'lg'achqa, bu yerdan de bu mutaxassisning ta'kidligini shu. Deydi bu yerde bu Uyg'urlar Xitoyninki chag'an bütün heyetlerini mecburi bularga qutlatqizib, hatta bularni Xitoycha shu tamaklarını kılgızıp aşağıda Xitoyning bayramları da bunda kılıp özünün tilini sözlüğüyle ruhsat kılmayı, özününki dini ibadet kılışıma mümkün emez. Ama akalli Uygurlarının örf adetlerini ötürüşüme ruhsat kılmagan dikim, bularda ben Xitoychini yaxshi öğrensem mi, yaxshi okusam mı, ben Uygur bo'lg'achqa meni yana chekleydiken deydigan bularninki mingisida assimilasiya emas, fakat Xitoyga qarshi bir ideyaninki şekillengenligini oturup koydu bu kitapta. Buna ait mühim bir narsa. Şimdi bunun keyin bilizde içkili ülkelerde işte bir Uygurlarga hizmet kuruluşturumuz deb, yani Janubdan nurg'un yoshlarni apırıp bu yerda zavutlarda işletti. Mesela Şavgan'da bu hizmetke apagan ballarının köpü 18-20 yaş etrafında yaş ballar. O birinci Ürümçi katliamıdan burun Ayşe'de keçi 4'tün tanat keçi Ayşe ballarını tutkan yerde Xitayla hatta sakçı idaresine haber kıldı bu ballar. Bunda cidel çıktı. Biz bularını ayrış lazım da sakçı idaresine telefon bildirgen bolsunmu sakçı idaresinden edem kelip bastırmaydı. Bu ballarını tanat keçi vurup Xitoy işkedemning o'lganligini e'lon qildi. Ama bazılar 13 kişinin, 13 Uygur balının vurup öldürülgenligi to'g'risida xabar mı var? Bunu aniqlash qiyin bilisizlar. Xitoyda bundan narsalarni oshkorlamaydi. Mushu o'quvchilarni apirib aşağıda bunda ishlab beramiz.
Okutimiz degan bahana bilan bu assimilasiya siyosatininki başlışı Uygurlarning ichida keyingi yillarda 2006-2005'lerden keyin asta Xitoyning niyatining boshqa ekanligi, hatta 2003'te o qo'shtilliq ma'rif nomi ostida aslida bu qaror 1993'te elingan ama 2003'te bütün maktablardagi Uygurcha darslar amaldan qoldirilib Xitoycha ders o'tsa, Xitoycha ders o'tmagan o'qituvchilarni baldo pensiyaga chiqarib, maoshining bir qismini berib, ashunda nurg'un kishilarga bu haqsizlik nima qilishga boshlag'achqa xalqning ichida bir norozilik Xitoyga bo'lgan bir nima boshladi. Shunga bu Urumchidagi voqea, garchi bir xalq maydonida bir qancha yuz Uyg'ur o'quvchi qo'lida hech nima yo'q, abiyatini Ahmadjonman deb o'tdi, ya'ni qo'lida hech qanday bir narsa yo'q. 26 Şavgandagi voqea 26-slar bo'ladi, 5-slargacha hech qanday bu haqda hukumat ma'lumot bermaydi. Buningga bir ma'lumot bersin, buni kimlar o'ltirdi, buningki buni qilgan kishini hukumat oshkorlashi lozim degan talab bilan chiqqan bolalarni bu yerda rasmiy o'q bilan o'ltirgandan keyin Urumchining iç nimalariga qarab mangadi. Shuning bilan bu voqea yuz berdi. Hamda buningki tabii nurg'un sabablari var. Siyosiy, iqtisodiy, Uyg'urlar bo'lib 2005'lerden, 2003'lerden keyin asta hem Sharq Turkistonning iqtisodiy jihatdan Uyg'urlar cheklanishga başladı, siyasi jihatdan cheklanishga başladı. Burun mesela o abtonom rayonlik, atalmış abtonom rayonlik xalq vekiller qurultayini ko'ratdik. Ko'rsak ko'p sonda Uyg'ur vekillarmi bordi. Ama keyin hammasi Xitoylashdi. Asosan shu Xitoylarla bütün huquqni Xitoylar nima qilgandan keyin bu Uyg'urlarning ichida bir norozilik ko'payishga başladı. Bu norozilik şu Urumchi voqeasi bilan patladı deb o'ylayman. Biz o'qiydigan vaqtda shundadik. Mesela biz o'quvchi vaqtimizda Kommunist partiyasiga qarshi chiqsak bo'lmaydi, so'lab qo'yaydi bizni. Shunga mesela Xitoyning bir musobaqa bo'lsa, Xitoyning bir voleybol klubi chempion bo'lsa, biz shuni xushal bo'ldik deb shuna bahona qilib yo'tqanlarni chiqib maktabning maydonida ko'ydiratdik. Bu aslida Xitoyning tutqanligiga bo'lgan suyunish emas. Bu yerdagi bu tantana emas. Ay o'quvchilarning Xitoyga bo'lgan bir ichidagi norozilikni ayshunda vositalar bilan nima qilatdik-da, inkosimizni ayda qaytaratdik. Urumchidagi voqeami yig'ilib qolgan burundan tortib o haqsizlik, adolatsizlik ayet bir ayalma vaqiravatdi. Bizni nima degan bo'zgitdi? Bizdan mushunda bo'zgesi bo'lamdi deb qo'lida abo balini ko'targan ayal aşı cümlesini aytdi mo'yim. Bizni Xitoy keyingi yillarda haqiqatan uch oshkor bo'zib ketdi. Burun yo'shirin bo'zib ketgan bo'lsa, bo'lib 1997-yillardan keyin 2001 o'sha 11-sentabr voqeasidan keyin uch oshkora Uyg'urlarni bo'zib ketishga boshladi. Bu sebeptir o yo'shirin bo'lgan Uyg'urlarning Xitoyga bo'lgan bu nafrati, bu bo'zak bo'zib ketayotgan bu Xitoyga bo'lgan nafratini Urumchi voqeasi jarayonida buni ko'rsatishga tirishdi, ama abiyatin deb o'tganda Xitoylar agar askerlar berib urib o'ltirgan bo'lsa dunyoda boshqacha bir ta'siri bo'ladi deb o'ylab, abo normal kiyimlarni kiygizgan Xitoylarni selib buni xuddi normal bir Xitoylarninki Uyg'urlar bilan bo'lgan jidillik ko'kitib dunyoga Uyg'urlarni manda o'ltirishga tirishdi. 197 odam o'ltirildi dedi, ama buningga ishongili bo'lmaydi. O'tgan yili bir shohid ayşu üleklerini toşuyduğun maşının üstüde 1200 sanının bağlığını 1200 etrafında adam öldü de oylayma deb bir şahit aşında sözlegen. Bunun da ölgen, yokup ketken, turmada yetivatkan insanlarının sayını nait köp. Xitoy uçuk sot kılıp 42 yaş balını ölüm cezası verdi. Televizyonlarda gördük bunu birisle. Ama bu Urumchi vakasida
ölgen kişilerin sanına ait köp deydi Ürümçi'den kelgenler. Şu Ürümçi katliamıdan keyin Ürümçi'de Uygurlarning sanining nüfusunun tızla azayıp ketkenligini burun her yerde Uygur kögülü bulattı. Muş Ürümçi vakasından keyin Uygurlarning sani azayıp ketdi dep şunda digerlerini anladık. Demek Ürümçi katliamı sıkıcı kılıp o'tgan vaqtida Uygurlarninki mushu Xitoyning qilayotgan mushu zulmi, mushu buzek qilishiga bo'lgan bir inkosi bu. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda meg'izliq shaklda ifodalab berdiingiz, Alloh razı olsun. Hurmatli Ahmadjon hamda abayqi filmdan keyin o'zingizninki shu e'lon qilingandan keyin shu ziyorat. Çünkü siz u yerda Xitoyda qonun yo'q degan gapni ochiq debsiz hamda. Tutilganligingiz dedingiz. Sizdan albatta sizga qutulib chiqib siz nurg'unlargan xalqimiz, qarindoshlarimiz nimalar bo'lib ketdi, Alloh o'zi bildi. Siz nimalarga uchradingiz shundan keyin siz orqali biz u yerdagi xalqimizning nimalarni yashaganligini biraz biz his qilsak, tutilgandan keyingi soqchilarning muomalasi bo'lsin. Bu yerda uchirgan siz bevosita beshingizdan o'tkazgan hadislar haqida. Şu 7-nji 7-si şu vaqa bo'ldi. Xitoylar bostirib kelib açtı. Saymachandagi balın Uygurlar kögen yerda urib, hammasi kiyimlari o'xshash dedimi? To'qmoqli kaltaklarim o'xshash. 8-inchilar muxbirlar keldi, muxbirlar chiqqandan keyin ayollardan tortib hammasi chiqib shu yerda shu anglatibdi. Naq ichirib ketganligini hatto hech qanday aralashmagan erlardan tortib ichirib ketganligini dedi qo'yadi. Hatto men bu shu yerda bo'lgan voqealarni hammani dedim. Muxbirlarga shu hamma gapni so'zladik-da, endi butun dunyo. Qaysi kanal degansiz? O'liqi nimni deydi? Jazirami? Jazira, Al Jazeera ekan. Ha, shuningdek ko'rdim men. Shu Al Jazeera ekan. Lekin muxbirlar yo'q u kuni. Bak muxbirlar yo'q. 20 necha muxbir bor, muxbir adadini ziyorat chiqdi. Hani o yerda Xitoy so'zlagandan keyin, o'zim hozir Xitoy nim o'qigandan keyin uni tushunmanda. So'zlab bo'lib, o kuni hamma muxbirlar anglagandan keyin 7-nji 8-i shu voqealik bo'ldi. Mayaqdan harbiylar tank bilan kelib qo'rishdi. Saymachan tarafdan, nim tarafdan deymiz endi. Burun u yerda bir mashina bozorda u yerda Saymachandagi bilasizlar. Ash u yoqdan butun tank bilan mashina bilan birovniklar kelib ak tank bilan kelib qo'rishdi. Mayaqdan ash tojingniki qo'rishdi. Bizni hech chek qilmaydi. Ayollarni bizni ash o'tirib urib bo'ldi bizni-chi. Şu ayollar aş berib o bodisi urvatida, aş kaltaklar urvatida. Aşna qilib hammamizni shu kuni eng yaxshi kirishtinlar yanıga deb uylarimizga shu kech bo'lganda namoyishandan keyin endi erlarning jiqqo'si bir 20-30 kishi bo'lib qolgan hammamiz ayol kishi kirgizibdi. Kirgizibdi, shu 8-inchilar o'sh bo'ldi. 11-inchilar kelgan vaqtda menga xabar kelib qoldi haramdan. Sizlar darhol bir yaxshi kelsangiz bo'pti ekan. Hozir Al Jazeerada sizning xabaringiz chiqadi. Sizin belki yıkıp kılışı mümkün dedi. 13-inchilar ekan. Abdullah'ın men bir yoqqa chiqay deb qarmay badam qaytib ketib mashina qo'yib 15-inchilar Saymachanning uyida kechdi. Yerim kech vaqtida. Uy kirishimgila qonda bo'ldi. Shu uy kirib kiyimimni olishim ishkin chekdi. Saymachan ijara qo'ygan. Ishkin chekdi. Bu nimis bo'lmagan degan ishni eshitdim-da. Assam hammasi liqaplangan qurolliq. İsming nima dedi? Yalan gap qilay desa tig'ilgan. Ahmed deb bo'g'achash. Paloq puluq uriblash minash qatlabla. Ishtandan sag'izib, chapandan sag'izib, pide bilan qulamdan bog'lab, ko'sar bilan aşağı bishimga xolatni kiygizdi, kech o'g'indi. Elib nimani meni. Elib mangandagi shundan mana nimniki bir tojing deb qo'ydim, o'laqa dabazaning o'tidiki. Shu akaplab shundan kecha shu yer tug'izdi. Tağ yaqinlar shu yana meni elib tosh ko'zaralatda. Elib endi nippis xalta bo'lgan ekan, uni ko'gin bo'ldi ekanda uni. Ko'ryapman-da. Atdigan sada kecha ish suv mumkin ishimda bizga shu kecha. Odulla shu Gonchang var, Xalq maydon. Xalq maydondan bunda agilib mayaqda qishidilla bir çoğun bir bina var ki bina. Şunun aşağı kırpla yarastık şirketi maşin bilen. Hem de Allah'a dua kıldım hem de. Yarastık şirketi bile
bir çoğun uy var ki başını toxtatdı, şu putumda jolyoz var, kulam kenişli koyuz var. Kozar bilen aşı içip silkip içirip atıdı. Kira goy, ağzılığı, buzukta ağzını yaxşı kep emas endi. İçirketip bir öye geçiripla, anikin orunda ottağız dem orunda oturupdı men. Oturup pişimkin aldı koyuzunu ilipla koydum ottağızdı. Qarsam bu orunda tok orunduk ekan. Tok orunduk ottağız demine. Ottağızganken kozar emde tok orunduk ottağızdı. Oturup şuna kulamni, belimni, boynumni bağladı, putumdan tiginimi yani hem bağladı. Tok nimisinden bağlap ayadın kilipla 3-4 kirip midiramagan degan aş palaq ay dessep elaqi çünkü jurkingizni mejit tikishganda sen oncha hammen deydi başlap chiqayliq gap yo'q edi. Urup palaq urup aş hammani qilib qo'ygan og'zini qon degan eqiyotgan ekan oyoqdan shikisi kirib. Mabal chimuda debla yog'liqi hech qandaq ish bo'lmaganda kiribla isha debla qulamni yeshdi. Eşep onun kağıdı muşnam kan tutamslar dep. Vay mana maçın. Ay muşaga tip batı da van am müdürgüm olmaydı müjdal alette. Ben de burun tatıp çınık kilovatkan deken hem de özüm çınıktan ne bolgan deken. Men de başka adam oqas özep qalam gedep oyldım yaş mıdrak balla bolgan bolsa. Aşında urup bulap enkin ayaktan işke bedbax koy kelip muşnam udunlama babana dep aş yaxşı bulup çaynak geldi. Suva geldi. İşte dep hoşemeçlik kılıp yağandan akılıp enkin işte kan nimni katnaştı. Ne görüp ne işini kıldı. Dedi ama işim katnaşmadı. Sen nimiş katnaşmışsan qo'ysan men katnaşmadım sen. Katnaşmışsan sen nimiş qilsin bekan tusudu dep laşıydılar. Yani uruşqa başladı. 3 gün aş orduq otladım. 4-cü gün enkin bir yağol işten dep jine kep qo'yup şikirip öye geçirip koydu. O öye kirsem 11 yaşlık baldan 5 turdu. Hoş. Hele 5 balınınki hem de Allah alem pura kütüpte sürdükten. Pura kütüpte 19 7. sınıf tutkan balımı 8. sınıf tutkan balımı okumayım. Hele 5 balınınki 11 yaşlık balda aşağıda o bulun turdu öyle bala. Südükleri aşağıda turdu. Ne oldu balam desem, dadam bilen böyle tutkandı, dadam ne yak etti, benim yak yap koydu dedi. Elik balı, küçük balı, 11 yaşlık balı. Şunu et degende kulağımı koyusup da kapağını kiyizip da putum jolozunu kılıp da aşı yopuruq kensoğa apar verdi mene. Hem bu yerde yopuruq kensoğa kirdik, kirgendikilla bir xo'ziq ichadi, qarsam bir ikki Uyg'ur bala bor ekan, chiq yo'q ekan. Meyat qarsa Xitoylar jinoyat nurg'un ig'ir jinoyat o'tkazgan Xitoylar ekan. Meni kirgan ekan saqallar kirgan ekan oyoqni bu yoqni aytmoq o'xshaydi Xitoy bilmaydi deb u bu katta ashyolarni qopib biz mana kirib chiqqan ekan qattiqroq yiqsam voy u bu deb ortiq yiqimadi. Ig'ir jinoyatchilar bor, masalan odam o'ltirganlar bor, zaxmlantirganlar bor, o'g'irlik qilganlar bor, muddasi kesilganlar bor. Lekin men kirgan kunning 2-kuni bir-birlab hammani qo'yib etdi. Faqat bir adam o'ltirgan jinoyatini qilib qoldi Xitoydan. Qolgan o'g'irlik qilgan, bulanchilik qilgan hammani qo'yib etdi. Bu nima uchun qo'yib turganda, cho'qim buning bir o'yan bo'lsak, siyosini ikkisini birga so'lamaydi. Ammo shu kuni 28 bola to'shab ketdik bir kameraga. Bir uyga 28 bola yetib ketdik. Kichkina kameralarda. Bir kamera, 12 adam yotgan kameraga 28 adam to'pi yog'och bo'lgan tigib butun simit. Aşağıda 28 adam yetib ketdik. Nima o deganda Fatmada Uyg'urlarni hammasini asosan yosh bolalarni hammasini tutib shu yerga sulab bo'ldi. Shu aytadi 4 kun so'rdi, 5 kuni so'rab bo'lgandan keyin seni qarmayga o'tkaydigan bo'ldi dedi. Tamam deb chiqdim. Chiqsam qarmayga o'tdimda. So'roq maydoniga ichga kitibla qarsam tümüyken, tümüy darvazlık çıkken. Oya kirdim, oya kirsem, onun için benim tümüy var. Oya kirsem, onun için bir tümüy var ki tümüy oradan otağızıp, kulağım koyun silip. İkisi Kaşkaylık edim okşaydı. Ağzıdım cinlersen de. Sen muhbarlığa söz depsen, yani sen mançın kürüm, manda adam vurup sen, manda bop sen, ma kulağın şu gün tanrılıkken,
Sen manda qilsan dedim. Men qilmadim. Faqat muxbirlar so'zligini rost dedim. Men umudim deb sen uribsan dedim. Men umudim dedim. Umudim sen anda tura deb oyat tug'iziblar. Ular nim qulog'i yabaka shu yerga men qulamni putimni uzunimda qilib isib qo'ydim. Esib qo'ygandan keyin endi bu bir soatgina ya tushirdi deb o'ylaymizda 8 soat esib qo'ydi. O oson gap emas ekan, 8 soat esib qo'yish. 8 soatdan keyin degan olmaydigan, endi inson uni nem tekkizyotdi, ya to'qmoq tegyotdimdi, ya kaltak tegyotdim, uryotdi, silo kaltakni uryotdi, bijnasan deyotdi. Sen xira qil deb boshqa xira qil deydi. Meni qo'l qo'y dedi, xira qil. Men nima qo'l qo'ymayman, mangmagan tutsam. Nima qo'l qo'yman? Shu so'raplab, hammani qiplab, sizlar kirketsang bo'ldi, kirkitang dedi. 31 kun qo'zda yotdim. 31-kuni bo'lgan vaqtida Qarmayga ketdi meni. Qarmayga mashina bog'lab, mashina bilan ketdi. 37-kuni davlatning partiyasi urilgan deb qo'lga oldi meni. Qarmaydi qo'lga oldi. Qo'lga elib 12 kun bo'lgan vaqtida sen doktor chaqirdi dedi. Ha, dedim doktor chiqdim. Ko'zini manda soldi. Ayol doktor du yishing deb qo'yamiz uni. Du, shindu deydi ayolga. Qo'limni manda qildi, shunga dedim. Misherimga o'qildim bir nurdi. Miyerimga hozir mana miyaga bir nurdi, mana qarama. Misheda bir o'qil bo'lgay mana. Mush o'qil hozir. Miyaga o'qildim bir nurdi, miyaga bir nurdi. Shunga kirdim. 4 kun o'tgandan keyin bir xil tutqoq kasal bo'ldi menda. 4 kun o'tdi. 4 kun o'tgandan keyin bir xil tutdi meni. Yo bu saqmasak tutsak biz chiniqayotgandim, qondan bunda kasal qolgandim menda. 5-kun vaqt bo'lmadim men. 5-kun bo'lmay shu bu chataq chiqdi deb kichik bir tildan tegib salgan bir dori bor ekan. Yurakning bir dorisi. Onu sapaqdi bu doktorxona bu bola o'lib qoldi o'xshaydi. Doktorxonaga borgan deb doktorxonaga olib bordi. Doktorxonaga olib bordi, 3 kun aşı Changjuda yotdim, jiddiy qutqishda 3 kun yotdim. 3 kun 4-kun hushim keldi, qarasam doktorxonada ekanman. Men davolagan savoqchim. O Azatgul degan doktor yig'lab ketdi. Savoqchim kenda u. Azatgul deb bir savoqchim cho'ng doktorxonada. O yig'lab ketib, endi munda desam bo'lmaydi. Belki sizin hayatın bir şeyde ağırlışı mümkün dedi. Neymiş kalsın, sana bak eğer bir xil zehir bir narsa uğrayıp dedi. Hem korktum rasketini kısım. Hem de üleptim ben de hemen gittim ben. Dep koz kırdım. Kırıp 3 gün ötkendiğin keyin ben 7 kişi dep birdi 7 dep birdi 5 yatkan arçanlık bir bal battı. O balın ölgeni çıkardı qarana. Aş 7-5 aralışkan baldan. Hem de bu karmay kiçikne bir ye. Qarmay turib bunchilik birodarlarimiz ulayotgan deydi. Endi o Cenevga biz o tahallül qilmaymiz onuncha. On qilmaydi onda. 3 yillik 4 ay bo'lganda 3 yillik kesdi meni. 3 yillik kesdi. Ama 3 yil yatamadım. 1 yil 9 aydan keyin kepellik chiqarib meni. Siyosiy kepellik chiqarish ama yo'q. Ama meni nima chiqadi deganda bu ölüdü o. Bu ölüdü, bu sakamaydı bu. Bunu çıkarıp etenler dedi. Allah'ın rahmetle öğrenmişe kildim. Ailem baktı, davalandı. Hotenga padı, davalandı. Özemme gayret kıldım. Allah'a cık dua kıldım. Lakin sakip gittim inşallah. 3 yıl vaktim toştu. Kol koydum. Örümciden hiç çeki çıkmaysan dedi. Buraya çıkıp kalsam Ürümçini qarmay bo'lib qolsang, men bizni xabar bizga doklad qilsa, hech joyga chiqmaysan deb shu doklad bilan oldim. Ham demak bular oshinchilik razillab ketadi demak shu. Kirgan uyg'unning bir saq chiqqani, hamda qanday odam saq chiqib qoldi, hamda bir mo'jizlab saq chiqib qolsa keyin hozirgacha mushu og'riq abetim akimizga dedim, hozirgacha mushu og'riq bor. Turib turib shu musherim qattiq og'riydi. Muş bişim turib tutib ketdi. Shu ukolning ta'siri hozirgacha bor deyman. Ama hozir shu demak bizningki shu yerda yosh bolalarimizniki bu Xitoyninki maqsadi imkon deganda butun Uyg'urlarning yosh bolalar shu
Yıldızını yo'qotishga. Tamam. Yıldızını yo'qotish başka maksat yok ki. En addisi oğlum. Addisi oğlum, mana oğlumni deb ketaylik. Oğlumni ta'tilda her jinsi yazlık ta'tilda 1-2 oy ta'til qo'yib berdi endi. O'g'lim ta'til qo'yib bergan o'g'limni azroq bir dinni tushuncha, anda bir Qur'onni o'qisin. Endi qarmaytib biz unday bu asosiyat yo'q bo'lgandan keyin Örümçik ekilib o'g'limni bir o'qitib, dinni o'qitib qo'yganlar uchun bir kechni bostirib keliblar. O'g'lim tutib ketibdi. O'qiyotgan 12 bola tutib ketibdi. Men qaram 9 yoshli bola bu. 9 yoshga kirgan o'g'lim bu. Yo'q. Saqchqan izlab kelsam qo'shildir voy tunugun bütün Qur'onliq kelib ketdi dedi. 11 bolaning hammani ketmasa men dedi. Nega ketdi desam, saf nima? Nimdiki Niyazgo'nun tübede bir tutuş, balla tutuş orun var, poyizdan sıkıştı, şuraya ketdi dedi. Badım son. Oğlum nim cinayet ötküzdü. Bu oğlum iş çıkkını cinayet ötküzdü sen neymiş kılsan oğlum Kur'an okuttu dedi. Bu Kur'an okusun neyim oldu? Biz dinle erkelik tutsa neymiş kunda kılsılar. Sen maytağdan bir hat ekel, karmaydan bir hat ekel, anki oğlunu koyup vermeye dedi. Karmayga berip, kanda badım berip kayıtıp gelip, Xat ekep boğucu oğlumda kesip yo ulanbay turmağa aparıyızdı. Hoş. Mantıqı hiç qandaydan bilmeydi bunadır. 9 yaş kirgen oğlumda 1,5 yıl kesipti. Fakat neymi oku? Kur'an okugalık için. Bu maksat neymi o? Bütün Uygur degen, bizden Uygur degen milletini qanaqlaş, tigimizni yo'qotishgan bo'lar uchun. Tigimizni yo'qotishga bizni faqatla yo'qotibli versa bular. Xo'sh. Faqat boshqa nimalarga yaxshi og'ani bo'lib, va yaxshichaq bo'lib, va unda bunda biz ittifoq deydi amaliyotda. İşçi jihatdan bizni yo'qotadi bular. Tamam. Siz degandek Xitoyning tarixdan beri elib berayotgan millatlarni bostirish siyosati, masalan, Xitoylarning o'zinki falsafasi, ya'ni faylasuf deyotgan Kunzining so'zida tarixning o'zi düşmanlik deb qaraydi. Bizde güzel, medeniyetli bir millet, Xitoyning nazarida bir düşman. Xitoy 56 millet bu, 56 millet kişileri bir ailedeydi. 55'ini yo'qotmoqchi. Bunun içinde qolganlarni yo'qotib bo'ldi, hozir Tibet bilan Uyg'urlar qoldi. Buni yo'qotib o'tish. Xitoyninki yani Uyg'urlarni bostirish siyosati 49 emas, Kuomintang davridan hozirga chiqarsangiz, o'ldirish, shafaat ko'rsatish, unutuldirish. Öldürüş, şafaat gösteriş, unutuldirish. Mesela 2009 yılı, 5. yıl, 40. yılda qattiq bastırıp, o sallarning hepsi yalgan. Irq qirg'inchilik şu vaqtdan başlangan. 10 mingdan oshiq adam öldü degan, şu vaqtdagi bayanlar to'g'ri bo'lish ehtimolligi yaqin. Hozirgi shu Xitoyning umumiy lager masalasidan qarab vaqtida. Xo'sh. Şu vaqtda Uyg'urlarning qildi 2000 Wang Mochen davrida elib bordi 2019. Bastırdı, öldürdü. 2010 vaqtida Jiang Qunshan geldi. Oy bular xato tutilib qapti, chiqiribdinglar buning turmudan dedi. Köplеген insanların turmudan chiqirib tutdi deb qipti. Buning bilan Uyg'ur xalqi unutilib ketdi ani. Qattiq o'ldiribdi, bu bas shafaat ko'rsatgan bo'ldi Jiang Qunshan kelib. Jiang Qunshandan keyin bular o'zininki, ya'ni Uyg'urlarning elib borgan o'zininki milliy mujodalasi va Uyg'urlarning milliy ro'yining urg'unishini texnik bostirish uchun Jiang Qunshanning u yerda elib borgan siyosati muvaffaqiyatli bo'lmaganligi uchun Xinjiangni Tibetdan kelib uni bostirish edib bordi. Yani Xitoy tarixidan hozirgacha Sharq Turkistonda elib berayotgan siyosatga qarsak, o'ldirish, shafaat ko'rsatish va unutuldirish. 2009 qattiq bir kechilab bir yil 2013 bostırib o'tib, 2010 shafaat ko'rsatdi. Xalqimiz unutib ketdi buni. Shuning bilan u yerdagi bo'layotgan masalan tijoratchilarimizning tijorati, mablag' yo'tkash hammaning unutilib ketib, to'plangan mablag'lar va nurg'ulg'an ilg'or kishilarimiz yana Xitoyning siyosatini umid kutib, şu yerda qolib qolganlik uchun nurg'ulg'an ziyolilarimiz, nurg'ulg'an tijoratchilarimiz Xitoyningki bostirish siyosatiga uchirdi. Hozirgi vaqtning o'zida qaraydigan bo'lsakmi, yana nurg'ulg'an kishilarimiz Xitoyning bu kamp siyosati o'zgarib qolsa, yana bor emas. Shu umidda. Yani şu ümit bilan bor. Yani şu ümit bilan Xitoyning bu Uyg'urlarning psixologiyasini shundoq ilgarilagan. Bostirish, o'ldirish, shafaat ko'rsatish, unutuldirish. Hozirgacha ba'zan odamlarimizdan 10 yanchiqida Türk pasport, sol yanchiqida Xitoy pasport, kamp siyosati o'zgarib qolsa,
Yana vatanga boramiz degan xiyol bo'ladi. To'g'ri. 2009dan boshlangan Xitoyninki qirg'inchilik siyosati buningdan keyin o'zgarmaydi va buningdan keyin bu vahshilik bilan Xitoyninki mesela u naq maydonda bostirgan Uyg'ur yoshlardan iborat buni ko'rish orqali Xitoy tarixiga qaraydigan bo'lsak, Xitoylarninki an'anaviy adam jazolash, adam o'ldirishda taxtaga bog'lash, dünya tarixini ko'rinib boqmagan vahshiy o'ldirish, odam badanini 10 ming parchalab Sovetga tashlash. Yani adamni parçalagan vaqtida ko'krak tarafidan boshlash. Dunyoda hech qanday bir millatda bo'lmagan o'ldirish usuli mushlarda bo'lganligi uchun 1905-yilda xalqaro jamiyat bunga qarshi chiqib buni to'xtatgan. Xitoy boshqa millatdagi kallasini yutadigan bir pay o'q bilan o'ldiradigan undaq millat emas. Odam o'ldirishda eng vahshiy bo'ladi. Sizni tutib akirgan kuni xaltini kelib dahshat urib yetibdi. Oqidan ishki soqchi kiriblar, "Voy kim urdi?" deb. Qarang mana. Bastırış, şapaat gösteriş, unutuldurış. Muşu siyasetini edip beravatır Xitay hazır Şarkı Türkistan'da. Ne kızdır? Xitay'ın bu edip beravatkan siyaseti 2009 yıldaki irqi qirg'inchilikda Uyghur halkının cesaretini ve milli ruhini gördü. Hoş. Elbette o şehitlerimiz tarih tamgısı urulgan tarihi dastanları yazdı ve inşallah tarihte bulan mengök hatırlandı ve Cumhuriyetimiz esli kelgende bulağa altından heykel çıkını dep oylayman. Bulanın kahramanlık ruhu Xitaylarning uyg'onishiga sebep oldu. Yani Xitaylar bu milletin ruhini köçüp ketkendan keyin bularni ikkinchi qadamda qandaq bostirib olamiz deb 2013, 2014, 2015-yildagi hazırlangan irqiy qirg'inchilik, yani kamp meselesi bütün chet-elliklarni chiqarib o'tish, xalqaro bilan bo'lgan aloqani uzib, uni timtas bir makonga aylantirib, u vaqtida turkumlar bostirish siyosatini olib borgan. 2010-yilda Xinjiang nimaninki Beijing shahri ko'chasininki bir tadqiqotchisi kelgan vaqtida Tokioda bir suhbatda bo'lib qoldik. Yaponiya va Xitoy tarix tadqiqotchisiga. Suhbatda bo'lganda Tokioda "Sen Uyg'urkansan" dedi. "Ha, men Uyg'ur" desam, "Chet eldagi Uyg'urlarning sizlarning orzuyinglar nima?" dedi. "Mustaqillik, Sharq Turkiston Cumhuriyetini asli keltirish" dedim. Desem bu g'oyanglar amalga oshami dedi. Bu g'oyamiz patiyaqinda amalga oshmaysimi, ammo uzun muddatda amalga oshsimi, biz mushu umidda kurash elib beryapmiz va chet ellik Uyg'urlarning o'rtaq orzusi mushu desam, "Men bu Xitoy Kompartiyasining bir kun baldur og'dirilishiga qarshi bir odam" dedi. Ammo Beijing shahri ko'chasining Xinjiang Yanjiso'sida, ya'ni Xinjiang tadqiqot institutida hazırlangan Xinjiangdagi Uyg'urlarni bostirish strategiyasi bor dedi. Bununla kim kol koyup konukunu bassa, bu Xinjiang'da icra buludu bu siyaset. O vaxtda da Uygurlar müstakillik diyen emas bu yerdeki Uygurlar. Nefes ağıdak haletdi mi yaşaş mümkün olmaydı. Şununla bu çeteldeki Uygurlar Xitay'nın bu Cumhuriyet Kompartiyasının bu stratejisi gibi hazırlık görüşünler gerek dedi. Yıl neçinci? 2010. 2010. 2010. Yani 2009 Ürümçi vakası yüz bergenden keyin Xitay məxsus şekilde özünün mütəxəssislərini yığıb Uygurların milli ruhidən və qəhrəmanlığından qorxan bu Xitaylar bunundan mı dəhşət, yani başqa şey yolda Uygurlarını bastırış şartlarını, yani stratejisini hazırlab bunu yapmalılar. 2010-yılda Tokyo'da bo'lgan bir nima bu? Bir söhbətdə Yapoluk bir professorum var. Uygurların nefes ağıdak ahvalını qalmaq, qağız basıq bu yerdə. Yani qattiq bastırış siyasetidən Del bugünkü yaşamak. Del bugünkü Uygurlarınki hayat musabisininki Allah burun Xitay Kompartiyası tərəfindən strategik planını qoğallığını derek gördü deyimiz. Yani 2009-yıldaki Uygurlarınki bu irqi qirg'inchiliginin qatlami gerçi nurg'ulg'an qarindoshlarimiz şehit bo'lib Allohning rahmatiga erishgan bo'lsa-mu, ammo Uygurlarınki Sharq Turkiston masalasining dunyoda to'nilishiga nayt zo'r bir kuchi oldu deb qarayman. Çünkü şu vakitte dünya Uygurlarını qaytadan to'lidi ve Xitoy Kompartiyasini qaytadan bir to'nib yetdi. Çünkü şu vakitning o'zida Yaponiyada berilgan matbuotlarga qaraydigan bo'lsanglar, u vaqtdagi Uygurlarninki bu namoyishlari shundoq jonliq shaklda to'nildi. Hatta Yaponiyaninki 2011-yildagi darslik kitobi Sosyologiya. Dal mushu savolim bati Ürümçi qatliamining Yaponiyada paydo qilgan ta'sirlari haqida mushu savolimga kirib ketsak, undan keyin doktor Erkin Ahmeddan birozdan keyin mushu Ürümçi qatliamining dunyo jamoatchiligiga ko'rsatgan ta'siri haqida sizdan savol so'rayman. Siz oldinda mushu Yaponiyadagi ta'sir albatta
Şunu arzu qildikki, əməliyyatda şu Ürümçi qatliamı yüz bergan vaqtida bütün chet eldagi Uyg'urlarning o'rtaq arzusi bo'lsa kerak. Turkiyada shunda arzu qilib ketdik. Shu qarshilik, mayli tosh bilan bo'lsin, mayli quldek uydagi pichoq bilan bo'lsin, Ürümchilardagi bütün axborotlar chiqdi hamda. Shu ahvol bir oy davomlashib ketgan bo'lsa, bir dunyo aralashib bo'lg'ichi deb tiz bostirib etildi Xitoy tarafidan. Bütün Uyg'urlar shuni arzu qilgandi. Bir oy agar chidab qanchalik o'ylab ketsimi, bir ay turadigan bo'lsa, bütün dünya o vaqtida bu qatliam bo'lavergandan keyin arilish aniqdi deb shuni orzu qildik. Axborot agarda bütün dunyoning Sharq Turkistondagi shu vaqtdagi Ürümchi qatliamidagi bo'layotgan ishlarni barliq dunyodagi axborotlarda davlatlarning raislari hammasi aralashib so'z qilayotganligini xalqimiz bir kanaldan biladigan bo'lsa, Ürümchidagi Qashqardagi hamma xalqimiz anından texinme küçüğen bulatı emniyeti bu Ürümçi katliamının xalqarada qandaq bir sada payda qılğanlığını xalqımız biladigan bolsa, күндө öldürülgen bolsun bence texinme hayacanlanıp o meydanı taşlamagan bulatı deyim ben. Aqadan çıkıp çömde. Çünkü bu chet elde buluvatkan işlerinin qandaq ta'sir payda qılğanlığını bilenmedi xalqımız. Bütünley çekledi axbaratını. Hatta Qashqarda mı Ürümchide bolgan işlerini bilenmegenligini deydi. Keyin anladık biz. Qashqardagi xalqma nurg'unlar bilinmedi, kim bildi buni deb. Üzvetde bütün telefonun aloqalarni uzatganligini dedi. Shu bo'layotganmish, mayli Turkiyada bo'lsin, bu bo'lib ketgan ishlar axborotda hamma kanalda biz to'g'riliq gaplarning bo'layotganligini xalqimiz, shu maydondagi xalqlarimiz axborot uch qo'ygan bo'lsa, u hargiz unda necha kunda bostirib etilmaydi, bostiramaydi Xitoy. Chunki xalq jiddiy buningdan bir hayajon kelgan bo'ladi. Belki müstakilligimiz düşünün olan xalqaro qo'shinlar hamma davlatlar aralashib qilishi mumkin deydiganlar bor hamda. Siz hamda Yaponiyada jiddiy shaklda ajoyib ta'sir bo'lganligini shu qatliamdan keyingi bilasiz buni hamda shu yerda hatto kitoblaringizdan bu kitobimni shu qatliamda izdirasi yo'qolib ketganlarning hammasiningki rasmli shaklda nemis berilibdi, ma'lumotlar berilibdi. Şu vaqtda sizdan bir gap anglasak, doktor. Bu vaqa yani 5. yıl qirg'inchiligi boshlangandan keyin Yaponiyaning televiziya kanallari, gazetlari arqa-arqadan tarqatishga başladı. Bundan Yaponiya jamiyati Sharq Turkistonda bo'layotgan bu vaqadan o'zining andish qilayotganligini bildirdi. Shu vaqtning o'zida Recep Tayyip Erdo'g'an Italiyada ziyoratda bo'layotgan vaqt Recep Tayyip Erdo'g'anning so'yqirimi deb oshkorladi. Amerika prezidenti Obama Moskvada bo'layotgan vaqt, Obama bu vaqtda har ikki tarafninki o'zini tutilishini xohlayman, har ikki taraf sovuqqonlik bilan bu masalani hal qilish kerak dedi. Dunyo vaziyati bunday bo'ldi. Yaponiyada bu televiziya kanallarida, xususiy televiziya kanallarida, davlat kanallarida oqaqdan berilgandan keyin Yaponiya hukumatining buna diqqatini chekdi. Shu vaqtda Yaponiyadagi kishilik huquq tashkilotlari ve Uyghur meselesiga destek veruvchi ba'zi organlar, yani derhal şu vaqtdagi Dünya Uyghur Qurultayının reisi Rabia Qadir Xonimninki Tokyoga kelib, Tokyoda bu haqda yani etraflıq bir ma'lumotlarni berishni, Yaponiya xalqining bu haqdagi tushunchalarga o'zining ko'z qarashlarini bayon qilishni talab qilganligi uchun Rabia Qadir Xonim ve Yo'ldasi Siddiqaji Ro'zi efendim Tokyoga kelib, 3 kun bu haqda ma'lumotlarni berdi. Hatta davlatli kanal NHK Demo Rabia Qadir Xonimninki şu aeroplandan tushuvchi bo'lgan orliqdagi savollarga javob bergan, naq maydonda muxbirlarning ilib borgan, Tokyoda ilib borgan shu xalqaro axborot e'lon qilish markazlarida muxbirlarning savoliga javob berganda shu vaqtning o'zida 10 mingdan oshgan Uyg'urlarning irq qirg'inchilik uchragini dedi Rabia. U vaqtda xalqaro jamiyat ya 10 mingdek odamning o'lib ketishi mumkinmi dedi. Chunki Xitoydan iborat bu vahshiy bir kommunist hokimiyatni tushunmaganligi uchun ular naiti az sondagi odamlar o'ldi deb faraz qildi u vaqtda. Endi hozirgi vaqtning o'zi kelgan vaqtida Xitoy Kompartiyasining qanchalik fashistligini tushungan vaqtda hozir 10 ming emas, milyonlarca Uyg'urlarning izdirasi yutib ketayotganligini hozir tushunyapti. Shu vaqtda Rabia Qadir Xonim Dünya Uyghur Qurultayining raisi, ya'ni Yaponiyaga kelib bu haqda atrofli ma'lumotlarni berdi. Yaponiyadagi Uyg'urlarmi har xil turdagi namoyishlarni elib bordi. Hatto mushu 5-yil qirg'inchiligi bo'lgan kunning oqshimi bütün Yaponiyadagi Uyg'urlar yig'ilib, Türk camisida oqshimi Qur'on tilovat qilish
ve gayibane cinaze namazı okuş faaliyetlerini elip bağdı. Rabia Kadir Hanım'ın ki 3 günlük seferi ceryanında Tokyo'da bütün metbuatla günlük haberlerde, televizyada ve gazetelerde Rabia Kadir Hanım'ın ki 5. yıl 40. hakkındaki süratli haberlerini bastırıp verdi. Beğendiğin yani bu onun dinkin 5000 kişilik bir dokulat uğurlaştırdı. O dokulatda yani Şark Türkistan'daki bu 5. yıl vakasının tuyuksuz payda buluşumu veya ki bulanınki Xitaylarning ilgirden tatip özününki işte bastır siyasetinin davamlı şekilde vatkalığınınki bir işbadisi mi degan temada bunun da bir dokulat verişi ötküzüldü. Onun da Sıdık Hacı Roza Efendim Rabia Kadir Hanım'ınki yoldaşı Sıdık Hacı Roza Efendim özününki 9 yıllık siyasi cinayetçi bulup yani mahpus bulup Xitayning nazarida 9 yıllık turma hayatını anlattı Tokyo'da. Bu onu anlatkandan keyin yani Yapondaki yani Uygur meselesi kızık kişiler Uygur 5. yıl qirg'inchilikning tasaddufiy bo'lgan bir mesele emas. Bu pasturishning ilgirdan tatib ilib berilayotganligidan xabardor bo'lgan bo'ldi va 9-oyda kelgan vaqtida Yaponiya o'zi davlatlik bir proje başlattı. Bu projega men va bir qancha o'qituvchilar qatnashish orqali Yaponiyaning Tokyo, Osaka, Kyoto, Kagoshima qatorliq 15 ga yaqin universitetda 5. yıl ilk qirg'inchilik haqida dokulat berish faoliyatini o'tkazdi. Bu dokulat verişte Rabia Kadir Hanım ve yoldaşı Sıdık Hacı Roza Efendim geldi. Rabia Kadir Hanım bu vakti Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi. Biz Tokyo, Osaka, Kyoto, Kagoshima katarlık şehirlerde onun neticeden artık âli mektepte yalnız Şark Türkistan meselesi yani 5. yıl irk kırgınçlık hakkında etraflık dokulat anlattık bu yerde. Bu dokulatlardan keyin nurg'unlagan savollar so'raldi. Yani o vaqtlarda dokulat anlatgan vaqtida Rabia Kadir Hanım dokulat 5. yıl voqeasi haqida dokulat so'zlaydi. Maktab sirtida Xitoy o'quvchilarni namoyish qiladi. Bu terrorchilarni chiqarib yutinglar, bu terrorchilar yolg'on so'zlaydi. 5. yıl Urumchi voqeasi undaq bo'lmagan, bundaq bo'lmagan deb har qanday bir maktabga borsak dokulat so'zlashda meydan sırtında Xitaylar aşındak cidel maceralarını çıkırdı, bunların saksıda kıldı. Hatta Kyoto'daki bir kıtımlık aşında nimede Xitay okuyucular namayış kılıp geldiği için Türk okuyucular çıkıp ular bilen cidelleşken vakitlerini oldu. Hatta Xitay'ın okuyucuları şu jığın zağları kirip hele naiti mantıksız suallarını sorup jığınga tesir etkizletken vakitlerini oldu. Bu 10. üniversitede 5. yıl 40. yılı etraflık anlatılgandan keyin 2011 yılının özüde Yaponiya Ma'rif Ministerligining to'liq o'tir maktablarining sosyologiya darsligining 1. babiga 5. yıl Urumchi voqeasi darslik kirgizildi. 1. babiga. Yani bunun voqeaning kelib chiqishi, yani bunun sebepleri Uygurlarning medeniyeti, Uygurlarning diniy e'tiqodi qatorliq bu şekillerde bu ders kitaplarını kirgizdi. Bunun Xitoyga ait qarşılık bildirdi. Yani Yaponiyadagi kişilik hukuk teşkilatları ve Yaponiya devletinin 5. yıl voqeasiga 5. yıl 40. yılda bo'lgan bergan dastiki naiti yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Hatta Rabia Kadir Hanım birinci günü şu vaqtda kelgan vaqtida ba'zi Xitoylar Yaponiya hukumatiga xat yozib Rabia Kadir Hanım 5. iyul irq qirg'inchiligida to'g'ri dokulat bermasa biz uningga pichoq sovuq qilamiz degan xatlarni kirgizgan Xitoylar shu vaqtida. Xitoylar shunda kirgizib, hatto hotelning ishidimi oldi eshikdan emas, keyin eshikdan kirgizib bu Rabia Kadir Hanım bilan Sıdık Hacı Roza'nınki bexatarlik uchun shunday shaklda ilib bordi. Kyoto'da shunday shaklda qilsaqmi, Xitoyning jasuslari o'g'izlarga chiqib resim tortayotgan ko'rinishlarni Yaponiyaning bexatarlik organlari sizlarni musholatda kontrol qilyapti Xitoylar dedi. Endi 5. yıl voqeasi, yani irq qirg'inchiligi Yaponiyada yani Uygurlarninki, Uygur yaşlarınki özünün qahramonlik ro'yi ve milliy ro'yini ifodalagan qahramonlik dastani Uygur meselesinin, Şark Türkistan meselesinin to'nilishiga alayda sabab bo'ldi deb qarayman. Ve shuningdan keyin Yaponiyada Uygurlarning bu meselelerga qiziqadigan, Uygur meselesi to'g'risida davomli izchil kitap ve maqolalarni e'lon qiladigan nurg'unlagan odamlar barliq keldi. Mesela bizning hozirgi proje grupimizdagi professor doktor Nishihara Seyci şu vaqtdagi 5. yıl irq qirg'inchiligidan keyin shakllangan Xitoy masalaları tadqiqot guruhininki liderligini ustiga kelib, Uyg'ur masalalari haqida biz bu kitoblarni Yaponcha va
İngiliz neşir kıldık. Bu vaxtın nurg'unlagan dokladlarni nem qildik. Hatta bu kitapda emas, Yaponiyadagi oliy maktablarning ilmiy jurnallarida bu vaxtda ma'lumotlar chiqarib, ya'ni 5-iyul qirg'inchiligida nurg'unlagan yoshlarimiz shahid bo'lib ketgan bo'lsa-mu, garchi Alloh ularga rahmat ato qilsin, ammo Yaponiyada Uyg'ur masalasining, Sharq Turkiston masalasining to'nilishida g'oyat zo'r rol o'ynadi deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten Türkiye'de mi hiçbir tarihte körülüp bakmayan şekilde hemimiz bilimiz Türkiye'dekiler. Naite bütün Türkiye halkı 81 vilayetten hemmisi digdek yollara tükülüp 10 manlıgan, 100 manlıgan insanlar katnaşkan kan kölemlik namayışlar hükümet mi bu vakti da öz vaktida naite ciddi bir şekilde işbadi bildirgen hem de bu tarihte en çok bir manzara olsa gerek hem de Türkiye köygen tarihida Şarkı Türkistan üçün barmakla, muşla kötürülgen aşı görünüşler hazırgacha var mı internetlerde. Elbette şehitlerimizin ruhi cennette olsun deyimiz. Hem de hürmetli Erkin Ahmet efendim şu Ürümçi katliamı elbette kitabımızda buna ait tefsili bayan siz bu katliamdan dünya cemaatçiliki gösterken tesirini kısaca bir şekilde sizden anlasak. Rahmet. Ben bu kitabını yazıştı bu Uygurcusu bu. 5. yıl Ürümçi katliamı ve Şarkı Türkistan. Türkçesi 2 katım neşir kılındı. Uygurcusu mu neşir kılındı. Yani biz bu yıl mesela Barın vakası 90'da 1997'de Ulca katliamı, Ürümçi katliamı, 10 yılda bir katliam. Muşunda çoğun vakalar, çoğun katliamlar olgan tarihimizde. Ama biz Uygurlar burada yazıp kaldırmaydık emmiz. Başka milletlerde buna ait umumlaşkanken. Şu an bu kitabını yazıştaki maksadım hem de bu vakaya, bu katliamga Xitay hükümeti ne dedi, dünya ne dedi, Uygurlar nimalarni kıldı bunun karşı. Bunu bir tarihte yazıp kaldırış maksadı bilen yazgan idim. Çünkü bu vakabiyatını hem öyle teklif ettiğine Abdullah Yalkın'ı dep etti. Hakikaten Türkiye'nin tarihinde görülmegen derecede bir nimidem. Bu Xitay'ın teşvikatına ait güçlük boğaçka bu Türkiye'de tahqiqatçı bazı kişilerin kallısı da Xitay devamlı Türk hükümeti şunu değil. Bu bir uçum bölgünçele biz ne münasebetimizni bozuş için bunda yalgan gap kıldı, uydurup çıkardı. Bunda iş yok. Uygurlar neydi? Bektik yaşaydı dep Türkiye'nin rehberlerine muşunulam deydi. Hazır mı deydi, kurum mu degen değil mi? Bunda oğandaki bunun hem de körünüşler bilen Ayşin Nek Meydan'da birilişi Türkiye'de bu Uygurlarga boğan istaşlıkını nait küçeytti bu 5. iyul Ürümçi katliamı mezgilede. Mesela bu 7. iyul küne 2009. yıl 7. iyulda o zamanki şu rayonunki Komünist Parti Genel Sekreteri Vanlı için bu vakanın besik durulganlığını, vakaya katnaşkanlığının kattık cezalandırılganlığını bildirdi. Bu Türkiye'deki televizyonlarda mı verildi bu? Onun deki bu Xitay Cemaat Xavfsizlik İdaresi'nin ki mesulü 8. iyul günü Ürümçi'de şu vakada yaralangan Xitaylarını ziyaret kıldı. Bunun içinde Uygur yok. Bütünley yaralangan Xitaylarını doktorxanada ziyaret kılıp dedi ki halkımızını öldürgenler kattık cezalandırıldı. Katı geçirilmeydi dedi. Bu mu? Halkara akbaratlarda orun aldı. Onun için Türkiye'de ta Kars'tan Edirne geçe, Ayşe Şark'tan Garipki içi boğan bütün vilayetlerde hiç vakti de körülmegen bir şekilde bu Uygurlarga istaşlık kılış Xitayga narazılık bildiriş namayışı ötküzüldü. 5. iyul günü vaka boğan ama 9. iyul günü geçe Türkiye'nin o vaktideki baş ministri hazırki prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gep kılmagan, süküttü turvagan idi. Ama bu halkın ki
bütün Türkiye'deki halkının Uygurlarga bolgan hisdaşlığı Türkiye Baş Ministerinin bunun bir pozisiya bildirişke mecbur kıldı. Şunun bilen 9. iyul günü Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan televizyonda şunu dedi. Şu anda Xitay'da 101 vatkan bu vakalar tamamen ırkî kırgınçılıktan ibaret. Bu ne? Başkaçı izahlaşının ornu yok. Bu cümleni sözledi. Bu cümleni Türkiye'deki bütün çoğu televizyonlarda bunu dedi. 10. iyul günü yani bir günden keyin yani şunu dedi. Bu bir vahşilik dedi. Yani Xitay'ın Şarkı Türkistan'da kılvatkanı bir vahşilik dedi. O vaktideki Türkiye Parlamento'nun reisi Köksal Toptan Efendi vardı. Köksal Toptan Efendi bu bir dehşetlik vaka dedi. Yani bu Türkiye tarihinde naytı sıfayi geplerle Xitay'a inkaz kaytırılgan. Ama bunda bir katlık inkaz kaytırılgan emas idi. 5. iyul vakası katliamından keyin bu bildi. Onundan keyin dikkatini bu biraz hatırlatıp koşku tegişlik mesele ama bugün nima uchun sukut tutup aldım bunu iki cümle bilen dep gitime. Şimdi o vaqtida tarixdan bu yan bizde qo'llab kelayotgan Milliyetçi Hareket Partisi'nin reisi Devlet Bahçeli şunu dedi. Dedi ki bu vakanı dünya cemaatçiliği yetkiziş Türkiye'nin vazifesi. Gazze üçün 1 minute dedim. Yani o vaxtda baş minister Palestinliklerini qollaş üçün İsrail'nin prezidentiga nayet qattiq gap qilgandi. Bunu bilisizlar. Sen adam öldürüşke usta, sen katil deb Filistinliklerini öldürdün deb nim qilgan. Şunu naql keltirib turib, Gazze üçün 1 minute dedim. Kerkük, Tel Aviv ve Uygurlar üçün 1 minute dememse. Katliamları nima uchun sukut qilib turvalısan deb Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin reisi hükümetini tenkit kılgan. Ama yani bir mühim mesele Türkiye'de 10 partiyeler, milliyetçi, dindar partiyeler hem ammavi teşkilatlar burundan tartip bizge istaşlık kılıp geldi. Ama solçu partiyeler bu meselede sükut kılıp turvalattı ama 5. yıl Ürümçi vakası da bu Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin reisi o vaktideki Deniz Bahçeli Deniz Baykal bunda bir cümleni dedi o vaxtıda. Dedi hükümet bu katliamga ademni kişendirgidek ciddi ve estaydır pozisiya tutalmadı. O yerde hakikaten katliam buluvatıdı. Türkiye bu katliamga katli sükut kılıp turalmaydı. Bu vaxtdaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin reisi Deniz Baykal'ın pozisiyasıydı. Ama hemimizge malum 2017'den tartip bir ceza lagerleri devam kılvatıdı. Ürümçi katliamıdın mı vahşi bir vaka var bugün Şarkıstan'da. Ama Türkiye'de Taşkı İşler Ministri AK Parti'nin bayanatçısı pozisiya bildirgen bozumu Prezident Recep Tayyip Erdoğan o vaxtıda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ı nimişka bu meselege takımı kattık inkaz kaytılmayısı da tenkit kılgan Devlet Bahçeli bugün sükut kılıp turuqluq. Elbette bunu halkara münasebet Türkiye'nin menfaati bu deb izahlaş mümkün. Ama bunu bugün Şarkı Türkistan'da buluvatkan vakalarını iqtisadi menfaat, devletinin menfaati deb izahlaş bulmaydigan bir seviyeye yetip keliklik aldı bugünkü vaziyet. Biz bilen konuruqluq münasebetimi yok, biz bilen dindaşlık münasebetimi yok. Nurgun devletler, Amerika, Kanada, Gollandiya, İngiliye, onun için Çekiye, o en ahırda bu Litvanya gibi devletler ırkı kırgınçılıkta bugün bu hafta karar aldı. İngiliye'de sot devam kılmadı. Bunda bir mezgilde Türkiye
hükümetinin mu, yani hiç olmasa hükümet olmasa Türkiye parlamentonun mu olsa bu hafta bir karar ilişi şart dep oylayım hem de. Bu biz hem kan kırındaş Türkler bilen hem din kırındaş. Bunun için Türkiye bu meselede 5. yıl Ürümçi katliamında katlık reaksiya inkaz kayıtı Xitayga ama bugün bunda biz bunun başka ama Obama Moskova'da bu meselenin muhbir soğuğa vaxtıda ben taze haberim yokken dep turup ötküzüp etken ama Hillary Clinton bu meselede iki tarafını sıkıntı kılıp duruşka teklif kılgan. Bunun keyin bu İslam Kengişi Teşkilatı Ekmelettin İhsanoğlu o vaxtıda Uygurlarning dini itikadını, örfü adetiga Xitayning hürmet qilish kerakligini, u yerda Uygurlarning tinchlik ichida, paravallik ichida yashashi kerakligini o'z toprog'ida buni ta'kidlagan. Undan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı baş katibi Ban Ki-moon o vaqtida inkaz qaytılgan İran o vaqtida inkaz qaytılgan hamda xalqarada gerçi bunda bir vakada takımı köp devletlerinin inkaz kaytırışını tükettik ama o vaktlarda bu devletlerinin bu şekilde inkaz kaytırışımı çok işti. Yani bir mühim mesele bu vaka boğandaki 14. Iyul günü İslam Konferans Teşkilatı reisi Ekmelettin İhsanoğlu'nun ki baş katibi bana telefon kıldı. Dedi biz sana arpilen bültenini evelsek ciddiye gelsen İslam Kengişi Teşkilatı da bir Ürümçi katliamının meydana gelişidikti. Sebep ve Uygurlarga boğan Xitayninki siyaseti nimo bu haftada bir konferans bir dokulat bersende teklif kıldım. Ben ciddiye bağdım. Bağandaki bütün İslam devletlerinin, Müslüman devletlerinin ki diplomatlarını bu şekilde teklif kıldı. Ama o vaxtıda nurgun devletler Xitay başta Pakistan o vaxtıda Suriye'de de uruş yoktu. Suriye, Sudan, nurgun Müslüman devletler bu Uygurların terörist gelliğini, bunların İslam Konferans Teşkilatı da dokulat vermesliği gerekliğini beni tutuş için reddiye kaytırıp gitken şu yerde dedim bana silahının bu yaklaşımlarını nurgun devletler halımaydıkken çünkü bu yerde evvelde bir objektif bir şekilde sözlü sahanda şu az sanda Müslüman devletlerinin ki diplomatları katlaştı ben bu yerde dokulat verdim. Demek ki boğunum şu, dünya devletleri bugün Şarkı Türkistan meselesi halkaralaştı. Bazı biz bilen uruk tukkan bulmagan devletler bu meselenin insani, vicdani ve ahlaki cihetten karışıka başladı bugün nurgun devletlerde. Şuna bu bulunmuş Türk Cumhuriyetleri, Müslüman devletleri bu meseleye inkaz kaytırışı lazım dedim fakat Uygurlarını yok kılış kıtırışmavadı da Xitay. Uygurlar bilen birlikte İslam dinine hakaret kılmadı. Bugün Uygurlarını diyor bu Müslümanlık bir kisellik deydi. Bu Müslümanlıkla davalımıza bu kisellikle davalımızı bulmaydı. Bu din bir kisellikte İslam dinine hakaret kılmadı bugün. Camiler, mescitlerin nime ahvalda ikenliğine hepimiz bilimiz. Uygurlar bu körüp kelgen, yeni kelgen Uygurlar var. Bugün Şarkı Türkistan'da iki nesini yok kılış kıtırışmatıdı biri. Uygurların milli kimliğini yok kılış kıtırışmatıdı. Biri dini kimliğini yok kılış. Eğer bu iki kimliğimiz yok olan takdirde biz millet olup duramayız. Şuna Xitay bizim tilimizni çekleyevatıdı, dinimizni çekleyevatıdı. Bu Ürümçi, 5 yıl Ürümçi katliamı iki cihetten biz ehemmiyetlik dep oylayma. Elbette nurgun bedel tölendi, nurgun insanlarımız şehit oldu, öldürüldü. Allah olanın yatkayını cennet kılgay. Bu iki nesine bizge bildirdi. Biri Uygurların Xitaylar bilen birlikte yaşayamaydıqallığını, bunun keyin bu millet bilen bir yerde yaşaştan mümkün emesligini Uygurlar düşünüp yetti dep oylayma. Ama %100 düşünüp yetmese mi? Burun
Burun mesela bizimki işte Roze, kurban eğitlerimiz olsa, Ürümçi'dek bazı çoğu şehirlerde Xitaylar bilen birge işlegen bizden mesela ben Beycan'da Merkezi Milletler Üniversitesi'nde işlegen Uygurlarning uyiga Xitaylar paytilab kirdi. Xitaylarning uyiga Uygurlar paytilab kirdigan. Bunda bir idarada işleydigan bo'lgandikin ettigenleri kopap qanday ahvolingіз yaxshimi deb hal so'raydigan shunday ahvollar bor ama Ürümçi katliamından keyin idari cemiyetlerden muşumu yok oldu. Uygurlar bilen Xitaylar bir-biriga ta'til qarab mangadigan bo'ldi deydigan xabarlarni biz aldık hem de aslında altıda geldi. Bence bu Ürümçi katliamının birinci nimesi Xitaylarning biz bilen birge yaşayamaydiganligini buningdiki mustaqillikdan başka yolunun çare emesligini Uygurlar tushunib yetdi deb o'ylayman. İkinci ahmiyeti xalqarada Xitayning haqiqiy niyeti. Biz deymiz bu Xitay nima uchun Uygurlarni bunda zulm qiladi? Yani başka Tibetler var, Mongollar var, başka milletlerge qaraganda bizge bo'lgan zulm yaman edir. Bakın 1940 yılda biz Manchularni unutib qolamiz. Manchular mı bizge dehşet zulm qilgan? Ben Şinjan tarix namız degan kitap tezkiriler var, kitaplar var, okunlar. Mesela Ayşe'de bizden nailerini 5-6 tane Manchu'nun adime kamçılar bilen berip vurup ayda Uygurlarını izip ayda baş toplaydı ki. Hiç kanda Uygur ya nime bizde buz gitsi de karşı çıkmaydı ki. Bu tarihler izıqlık bular. Biraz okusak ne bakalım. Mehmet Emin Buğra 1940'da yazgan bir makalesi de şunu deydi. Biz 60 yıldan bu yan zulüm kürvatine bizge bo'lgan zulüm 1884'te başlagan. Keyin Manchulardan keyin Gomindan Milliyetçi Xitay geldi, Komünist Xitay geldi. Hemmisi zulüm kıldı ama bugünkü zulüm hakikaten haddidan tashqari insanlık kalebiden, Adem kalebiden çıkan bir zulüm seviyesiga yetti. Bu dünya bunu tunup yetti. Uygur Şarkı Türkistan meselesinden xalqaralaşışida bu Ürümçi katliamının rolü ait zor oldu deb o'ylayman. Köpten köp rahmet, Allah razı olsun. Hakikaten güzel bir xulasa qilib berdingiz. Programımız memde ko'rmalarımızın köpten köp rahmet nurg'un narsalarni yezib o'tdi. Doktorniki biraz burun tilga olganmi shu 2000 Tokyoda ko'rishgan Xitoy professorniki 2010-yili. Şu vaqtda bizning ziyolilarimiz Xitoydan olgan 2010-yilgi nafaslantirilmaydigan darajada azobning yuz berishidan nima uchun xalqni oldin tayyorlik qilmadik mesela buni xalqqa deyilmadimi vaqtida yetkazilmadimi degan bir so'roq. Şu vaqtning o'zida ba'zi tashkilotlarning mas'ullariga biz yetkazgan. Teşkilatın mesullarına yetkizip Xitayning akademiklari, tadqiqotchilari mushundaq ishlardan bisharat beryapti degan vaqtimizda bizning tashkilotlarimizningki bu xizmat gruppasidagi odamlar buni oldin avval bildiki bizning xabarimiz var. Bu ishlardan bizning xabarimiz var. Siz pek ensirab ketmang deganlik uchun men ma'lum doiradagi og'illarimizga, do'stlarimizga deb qo'ydim. Bo'lmasa u vaqtida Golluq teşkilatlarınki adamlarga deb mushundaq bir Xitoyning strategik plani borkan, bu Xitoy akademik mushundaq deydi degan gaplarni ko'p yetkizdik biz. Yetkizsakmi, ammo biz anglagandan burun bizningki tashkilot boshliqlarimiz bundan xabar bo'lganligi uchun menga tasalli berib, siz bek endishib ketmang degandan keyin men tashkilotlarning albatta buningga bir hozirlik plani bor o'xshaydi deb men bu xotirjam ishimni qilaverdim. Keyin bu boshlangandan keyin anda reallikni biz ko'rib yetdik. Xo'sh. Biz reallikni ko'rib yetdik de nurg'un ishlarga biz masalalarga yani Uyg'urcha qaraymiz. Bizningki hozir chet elda yashayotganlarimizdan kostyum burib kiyib yurganimiz bilan qiyofatimiz o'zgardi. Ya'ni taklimakancha Uyg'urcha tafakkur bilan, Uyg'urcha masala qarash bilan bu ishni olib ketsak, bu ishlarimizdan mushundaq qaşlik kelib chiqadi. Yani yerlik milletler bilen köprek aralışış, yerlik milletlerinin tefekkür kılış usulunu öğrengen vaktimizde andın meselege etraflık esraidil qaraydigan bolumuz dep qarayman. Yani o vaqtda biz yetkizgen, köp işlerini yetkizdik, bu neslendirdik, söhbetlendirdik desek bular bundaq degandan keyin albatta bu teşkilatlarning o'zining hozirligi bor o'xshaydi.
bular bizden burun xabardor bo'lgan qaraganda bularning ushuri atrofga o'xshaydi degan bilan biz buningga ortiqcha ko'ngil bo'lmadik. Faqatla o'zimizning doirasida proje ishlayotgan yaponlik mushlar bilan buningga biz qanday asarlarni hozirlash kerak, buningga qanday narsalarni, maqolalarni yozish kerak degan o'zimizning xizmat doirasida biz o'zimiz hozirlikni nim qildik. Bu vaqtda ya bir Uyg'urlar bilan bir suhbat o'tkazgan bunda imkoniyat bo'lmadi. Bo'lmaganligi uchun bu masala shu vaqtda shunday qolib qolgan. To'g'ri. Shuning bu qatimki ma kitobdimi alohida eslatganim, bu kitob ilgari Yaponiyada inglizcha va yaponcha nashr qilingan, bu qatim Turkiyada nashr qilindi. Shu kitobning bosh qismiga erishimdagi sabab bu 5-iyul Urumchi voqeasida qatlamda nima shahidlarning ro'yiga berishlayman ve şehidi olmayan milletin vətinin olmaydı degan sözde alayı ta'kidlab. Baş kirişiga xatir. Muşu şehitlerinin kan bedeliga kelgan bizga e'tibor berish pasporti har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'urlar muşlarninki kan bedeli kelgan sebebidan pasportlarga erishayotimiz, tashkilotlarimiz g'arb ellari va boshqa ellarni elayotgan pullar mush 5-iyul voqeasidan keyin Uyg'urlarninki siyosiy vaziyatiningki ne kadar naçarlığını bilgenliğin ki xalqaro jamiyat bizga illiq yüzü bilan qarab, illiq qo'lini uzatib bizga iqtisodiy jihatdan va boshqa jihatlardan yordamda bo'lyotdi. Shuning uchun muhojiratda yashayotgan har bir Uyg'ur vatandoshlik olgan vaqtda bu vatandoshlikninki tashkilotlar muvofiq iqtisodiy manfaatlarga erishgan vaqtida bu manfaatlarninki bizning qanday siyosatda aqlli, donishmand bo'lib ketganligimizdan xalqaro hayron qilib bizga yordam qilayotganligini emas, 5-iyul Urumchi qirg'inchiligida shahidlik martabasiga erishgan shu qarindoshlarimizning qon bedeliga kelganligini har minut, har sekund o'ylashimiz kerak. Yani şehidi olmayan milletin vətini olmaydı degenim şu. Şular şehitlik vermişse biz çeteldeki muşi imtiyazlarına erişemeyiz. Xalqaranın muşunda qoluşuq. Bizden bu ilip beriyotgan siyasi hareketlerimiz xalqaranın ihtiyacı bo'lganligi uchun bo'ldi. 5-iyul voqeasidan keyin bizni qaytib to'nidi. Bizning noyati aqlli, donishmand, dunyoviy siyoset sahnasiga yetib ketganligimiz emas. Shu shahidlarning qon bedeliga shu vaqtdagi hozirgi vaqtdagi kamplarga yetayotgan kampdagi shahidlarning bergan dokumentlariga asosan ularni nima qilib hozir xalqaro bizga ko'ngil beryapti. Ham xalqaro shu 2009 hozirgacha bo'layotgan qatlamlarni nihoyat desteklab nima qilyapti. Biz xalqaroning mushu desteklardan qanday foydalanish, mushu atmosferadan foydalanib turib, Sharq Turkistondan iborat jumhuriyatimizni qanday qurish, xalqimizning normal hayotini qanday asliga keltirish, shu yerdagi zulmlardan xalqimizni qanday qutuldirish, xalqaro vaziyatdan qanday uslub bilan foydalanish. Mushuni nima qilishga to'g'ri keladi. O'zimiz aqlli, oqilona yo'l ko'rish, yo'l topishimiz kerak. Buningda har bir inson o'z yashayotgan davlatning qonun, nizom, normlar asosida ish ko'rsak, albatta xalqimizning kelgusi parlaq vatanimizningki asli kelishi inshaalloh Allohning ilkida keyin yani bizningki o'zimizning tirishchiligimiz. Shuningga mushundaq kunlarda galastik taqab, kostyum kiyib, chechimizni tarab, ekranlarda, esil otellarda, esil xalqaroliq sorunlarda o'tirib, boshqalar bizni so'zga taklif qilgan vaqtda bizning aqlli, zerak, donishmand bo'lganligimizni emas, shu shahidlarning qon bedeliga xalqaroning bizga hurmat va sevgi ko'rsatayotganligimizni har zaman unutmasligimiz kerak. Şehitlerinin ro'yiga duo ve kelajakda şu kabi qahramonlarimizning shu tuproqqa yetilishi uchun yoshlarga bo'lgan tarix va siyosiy tarixlarimizningki qahramonlarini, ulgularini o'rnak shaklda har doim ko'z tutishimizga to'g'ri keladi. İnşallah 5-iyul qirg'inchiligida vafot bo'lgan qahramonlarimizning ro'yi ve bu qahramonlarimizning ish izlari kelgusi avlodlarimizga madad ve ilham berdi deb o'ylayman. Barliq şehitlerimizden makani cennet olsun, turmadaki qarindoshlarımızdan baldırak azadlık örgülük çıkıp şularning baxtli yaşashini Cenab-ı Allah'dan dileyim. Hoş. Köp rahmet, Allah razı olsun. Programımızın biraz vaxtini uzatib o'tdik. Müşahede ahirlashtirsak xudo mükemmel. Sizdan boshqa qo'shgan gapingiz bo'lmasa müşahede qilsak. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib programmamiz müşahede
ahırlaştı. Doktor Erkin Ahmet'e köpten köp rahmet etimiz. Qatnışıp bəgəli üçün ayet yaxşı məlumat bədi. Hem stüdyomdaki işkemek mənim ayırmayım, rahmet etim, Allah razı olsun. Qadirli görmədlər, şuna qılıb bugünkü Ürümçi qatliamıdın irqi qırğınçılıqça mavzusudaki programımız. Elbette biz kiçikkine bir bölümünü paranlaştık. Her günü program qılıp, her xil tərəfdən tartışsaq, münazirləsək, tügümeydiğen xil temalar çıkılıyor elbette. Biz vaktimizden yar bəginice bu şekilde, bu pencereden qarab durup münazir qıldık. Rabbim inşallah bugün günlük hikayece bu Ürümçi katliamı deyken ta bugün hem de irqi qırğınçılıq nemesiga bütün dünya hayran qaldığan, işengüskenmeydiğen derecede delil ispatlar hemimiz tükülüp durgan bir vaziyetdimi? Xitay hem itiraf qılmay, numussuzlarca xalqaraga yüzünü dapşaqta qılıp her xil bayanatlarını e'lon qilayotgan, tenib o'tayotgan shunday bir kunda yashayapmiz. Albatta bu kun bundaq davom qilavermaydi. Aynan 15'i qarong'i bo'lsa, yo'ruq kunlarmi albatta keldiganligiga ishonamiz. Bu qarong'i zulmatlik kunlar tugab, shodlik, xushallik bir kunlarning keldiganligiga har bir xalqimizning iymoni bilan ishonishini umid qilamiz, ruhliq bo'lib bütün tirişçanlığımız bilen Xitay tecavüzçülerinin bu vahşilikini dünyaya paş qilish jihatdan bo'lsin, qo'limizdan kelgan barliq hareketini qilib, ularga qarshi hareketga o'tish bo'lsin. Her sahadagi xalqimiz mayli qaysi sahada yashayotgan, xizmat qilayotganlar bo'lsin. Qo'ldan kelgan ishni qilgan vaqtida andin nijotlikqa, g'albiga bir qadam ilgirlagan bo'lamiz deb qaraymiz. Rabbimiz inşallah her birimizni ana şu büyük g'oyamizga bizni ulaştırdıgan shunday bir ruh, tuyg'u ato qilishini tilaymiz. Yana bir qatimliq suhbatda Rabbim ömür bersa ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.